bu kaçelkide oturup bir bacamın nesi yadıma düşüp gitti. Bizi baca var Şahtiyar'da yani baca. Geççisi var da bunu. Bir gün bekreverdi geçti da azam bilen çıktıdan karap oh buna erkek gerek hemze joramlarda borada erkek gitti. Bunu şuna apar gelemen. Deptidan Galtaki var eken de Galtaki yükleptidan hemze joram pin apar kepti. Ertengizde azanda yine çıksa yine şu ahval dedi yani geçsedir de bekre bir yaptı dedi da. Ay bu maptı bu da dur yine geçini Galtaki yüklep aparıp kepti. Üçüncü günü yadından çık gitti da ne o kendisi oturttu da bana karat tutsa geçsi yadından çık gitti da Bekir hem yoktu tüm tırız hiç yazıyor. O kutuldum bundan. Dep durup şunu işe çıkarasa dedi geçsi Galtaki hemini oturttu dedi. Geçsi organik gitti da karab. İşte yani kaç ilgiye karanglar. Hemini oturup bir adama çık gitti ben yani. Taze yengili yani bu karanglar. Hiç yerine su var ki işletilmedi yani. Çok zavod iş yaptı. Bunu özümüzü ustalarken zor kılıp iş yaptırsalar lakin bu başka eken, bir başka eken. Qaranglar. Taxta çişmiydigan. Yani qimmat taxtalarda ular o'zimiz yani biz taxtadan ishamiz bozorkinden. Hem yer zavod deganda, короче, bu spalni bo'ladi bu. Buni funksiyalari, bularni ko'tarib qo'yasiz yuqoriga. Bu narsalarda yağmur o'tmaydi, yaqindan suv puvlab yotaveradi. Machalchilar yuqorisidan suv o'tmaydi, ham bu borib keladi, ham buni qatirib qo'ysangiz bo'ladi. Avida tormozni bo'shatib qatirasiz, orqaga spalni bo'ladi ekan. Materiallar hammasi yechiladi. Zamokda hamma narsasi bomb yechiladi yine. Alıp yuvib yine joyuna qo'yadi. Tekeleri hamma narsasi. Keyingi videoda ko'rsataman, spalni bo'lib turadi, qaranglar. Toza vaz gapdi. Yine. Endi toza qanchalik bize uchun toza men ko'rmayapman lekin. Ini spalni как burji onu? Ha, bu yoq bossan ko'tariladi ekan buni. Endi deb tormozi ilinmayapti buni. Tormozi ilinmayapti. Oraqani tormozini bosib qo'yasiz, keyin как раз inib yotaverasizlar buni. Qara. Tekani qo'yasiz undan bir katta ko'rinishida ko'rib bering. Ini nima qara zo'r ekanligini, ranglari bor ekan. Chotki rang. Bu taxta tay. Profildan suvarka deyapti. Men suvarka deganini topa olmadim buni. Men tormozni bo'yna buni o'zingiz qo'lda neda tushirib chiqarasiz. Suvarkalari bor ekan, vida bor ekan, yolg'on bo'lmasin. Lekin hamma yeri boltda qatilingan. Har bir yeri boltda ishlangan. Zo'r narsa ekan. Ana, bu ranglarda bor. Buni pulini so'rab olamiz hozir chizomaganini. Yangilagan organik kachelkalar bor. Bahasini yozda biz neni salqinida keyfiyatib o'tirsangiz bo'ladi ekan. Emin kichkina variantlar bor, bular ham zavodskoy. Yana aytganning profillardan bir chiroyli qilib zatabdi-da. Nima deydi? Suvarka deysizmi? Chiroyli bir şeylar короче, akkuratni. Emin variantlar ham bor. Teyi, bomni suv o'tmaydigan material. Keyfiyat bir şey dönəsini. Birini alıp padarka etsangiz. Yengeme ha? Prujilli ekan o'zim. Pachimnikli, prujilli. Keyfiyatib o'tirasan ekan, zo'r ekan. Saray Mebel'damiz, videoga birdan like bosasiz, chiroyli kommentar yozasiz. Geççi bir gün muomalada. Muomalada. Ne oldu? Geççi trendde. Xudo xolasa Saray Mebel'dan sizlarga spalni to'yataman. Xudo xolasa o'g'lima, qizima mebel qilaman deylar. O'zimiz Saray Mebel 4 yo'limizda, katta Lilin ko'chamizda bo'ladi. Avvalgi Lilin ko'cha deymiz-ku. Ana Saray Mebel'dan eng zo'r mebelning o'zi eng katta mebel bizda shu bo'ladi. Eng zo'r ham zavodskoy ham shuda bo'ladi. Ko'pina to'g'ri ustalarimiz zatab o'tiribdi, qilib o'tiribdi. Lekin zavodskoydan tutib tap qo'lda zatilgancha topsangiz bo'ladi. Xudo xolasa bir narxlari nichiklarda bo'lib turibdi. Bölüp to'la, yangidan krediti, boshqa betar navlari bor bo'lsa, men sizlarga video etaman. Netolka beda mebel. Bu 2 etajmi, 3 etajmi, nichikada 2 etaj bu. Yuqorisi ana ofisni kreslolar kerakmi? Ana siz aytinglar, oldin ham reklama qilganman. Kreslo uyingizda dahshat kuxni mebellar, spalni ham tur sport zallar uchun bor ish qilib bu magazinda bor. Kelaverasiz. Men narsalarni ko'rsatgan edim. Bular ham bor. Xolan kursi shtushni olinglar. Unday narsalar ham topiladi. Emin materiallar kelib ko'rsatadigan olaman desangiz, emin narsalarni net qo'yiblar. No? Bu ko'rsatib, yani tez o'zingiz ko'rib, shu machalki shundan ichida shuni vaji bor, prujini bor. Shuni ko'rib kiysangiz bo'ladi. Katta magazin, haqiqatda o'nchiq emas, kichkinagina bir 6 soatga magazin bor. Katta magazin. Shu vajdayna vodiylardan ada ko'p bilasizlar. Bizdan bor, kelib turibdi. Olasiz, ina bu narsa bilan tashab qo'yarasiz. Ina qish, qor, yağmur qo'rqmaydi sizdan. 3,5 milliondan 5 xil sveti bor ekan shuni. 5 xil, 6 odamlik. Olaman deyirlar uchun. Xudo xolasa. Evida kichkinagina oila uchun ayvonchangizga bir yere qo'yib qo'yaman desangiz yana 1 million so'm.
Aytilish baholarni aytib baratim, o'zingizning tarz-chaslar kelishasiz olasizlar. Kenglar baqa. Keyin mening qachilkilar 2 million so'm aytilish bahosini bir odamlik. 2 odamligi bor. Ana bu 2 odamligi 3 million aytilish bahosi. Ina buni maqtib berdik-ku, zo'rda. Spalni bo'ladi, yotadi dedik. 3 million 800 dan kelishib beriladi ekan bu. Zotskoy. Ina bu kichkinasi yo'q, 4 million 800 arg'i. 4 million 800 dan kelishib beriladi. Ina bu 3 million 800 dan kelishib beriladi ekan. Zotskoy. Renglari bor, odlari ham yozilib turibdi bir narsalar. Ina ham spalni bo'ladi deganim ina. Yanına. Bu sallanmaydi, demir bor, tormozini dikazlab bo'ldi. Yotaverasizlar. Deverekne peshaqina qurib. Ana bunday svetlar ham bo'yna. Xudo xolasa. Ana uning oqi 3,5 milliondan kelishilib beriladi hammasi. Saramebelda telefon nomerlari kerak bo'lsa telefon qilasizlar, bosaverasizlar. Endi yuqoridan sizlarga jilli-jilli vajar ko'rsataman. Chiroyli kommentariya, chiroyli like bosib qo'yinglar. Like'lar tekin, kommentariyada sizlar har biringizga bir dana joy ajratib qo'yibman. Chiroyli so'zlar yozib ketadi shu obunachilarim deb. Yozib ketinglar, davay. Qasda berasiz. Ha, o'sha giyib ko'rasan, ha? Giyib qo'yaverasiz, avarimen. Bu shunda dishorda ham yotaveradi bu, ha? Ya, neda? Dishorda, qorda, yomg'irda ham yotaveradi. Ha, narsani olib qo'yaverasiz. Chaqlati uyajin qara. Ha, bularni olib qo'yaverasiz. Uyajinlarsan, buni tashiysan. Limon tashiysan. Dishonda yotaveradi keyin. Toza zamonaviy uyajga obunachilar, xudo xolasa qaranglar sizlarga Trend TV demirdan ponni Krashinning bu narsalarga qaranglar. Bu stol ham shuniki, orqa ham shuniki, to'g'rimi? 3 stoli bor. Bom shuniki. Bom shuniki. Ya buni olib tashlab mana bom shuniki axir. Shuni stoli bu. Komplektning ichida. Bu kalyonniy bu, sinmaydi bu. Sinmaymi? Ustidan minsak ham sinmaydi. Bunda ham chaynik tushganda ham, kasa tushganda ham sinadigan shisha emas. Ha, buni ham olib tashlab o'tiraverasan, ponni. Va agar ko'chada qo'yaman desalar, bularni olib qo'yib tashlab ketsam bo'ladi. Yomg'ir, qorda hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Bular olinadi endi. Demir ekan. Bular hammasi tiyni qara, tiy taxta zo'r ekanda, qara. Yomg'irga qo'rqmaydigan taxta bilan aytilgan ekan. Laqlangan usti. Ha, laqlanib shengan ekan. 3 ta kursisi bor edi. 3 ta kursilar ham bular nima deydi? O'zi. Pufik, machalki chizdi. Pufiklar, machalkilarni olib qo'y, inglab qo'ysa bo'ladi. Yangilikina. Shuni uyaj geldi, xudo xolasa. Kim olaman desa, marhamat 10 million 800 dan kelishidan bu, necha so'm? 10 million 800 dan kelishilar. Shu hamma narsasi 10 million 800 dan ildirib qo'ydim. 10 million 800 ming so'mdan shu durishi ko'rib turgan vajaringiz necha odamlik bu? Uyda 3, 4, 5, 6, 7, 8 odamlik bosaverasizlar. Bir oilaga bo'ladi. 2 kapitalda kofe, u bu ichaman uchun kofeni endi obunachilarim uchun qimmat vaja emas, obishniy eng zo'ri, eng arzonni ko'rsatishimiz kerak. Xudo xolasa, nimadan boshlaymiz? Gaz. Bir arzonidan boshlayverik. Arzon, normalniy, udobniy sizlarga zo'rlangan ham. Undan ham dahshatini ham olaman desangiz, dahshatini ham bor. Ha, bu narsani keyin ko'chada qo'yaman desalar, yonidan yana bir qo'shimcha qachilkisini ham olsa bo'ladi. Ha, qachilka ham shunga nima bilman. Agar qo'shib olaman desa, bu отдельный narxda. Qachilka ham shuniga qo'shadi, shuni svetini. Agar ko'cha tarafda, bog' tarafda bir terrasalar bo'lsa, shundaylarni qo'ysalar, qachilka bilan qo'shib olsalar bo'ladi. Ya'ni kelgan mehmonlar bilan o'tirib, yanda yana dam olishi mumkin. Madaniy xordikda bu. Bom yaqida yomg'irdan qo'rqmaydi, to'g'rimi? Yomg'irdan o'tadi, suv o'tirmaydi yuqorisi. Suv o'tirmaydi yuqori. Ana, bu ijaraga niyobishdi. Shu narsalarni komplektlatib olsalar bo'ladi, bir komfort. Buni ekan bo'ladi. Komfort yasab olsa bo'ladi. Bular mahkamlanadi. Hali mahkamlanmagan ekan. Inima qaranglar. Bu g'o'zmi, nodan ishlangan? Bu g'o'zdan ishlangan. Ini. Bu mustahkam narsa. Haqiqatdan g'o'zdan ishlangan ekan. Og'irligidan ham bilsa bo'ladi. Tovarlar ham yaxshi tovardan qo'yib ishlangan. Ini vech. Ini. Qoyilligin. Bumuz ham shu 8 odamlik. Bom 8 odamlik. Akkuratniy, skronniy turadi ekan uyda tursam shonavaraga. Dahshat ekan. Gap. Bu narxi 8 million so'm, 8 odamlik. G'o'z, haqiqiy g'o'z. Qaranglar, aytilish bahosini aytib ketamiz. Kimga ham aytganim, mebel, ne to'g'risindan bo'lsa bemalol. Kelinglar, oldin ham ko'rsatgan edim, yana narxlar o'zgargan. Xudo xolasa, xarid qilaverasizlar. Yangiliklar bo'lgan. Yangiliklar bo'lgan, toza vaja kelgan, oldingilardan ham bor, ko'rganlaringizdan. Bir katta, qaranglar, o'pishim katta yerni. Bir ikkinchi etaji bo'ladi, spalni, nelar pasta bo'ladi. Bir de kuchni mebel, uyingizda, zallaringizda qo'ymoqqa dahshat vaja bor. Ganglayna. Biz endi zal joyimizda uголок. 320 ga 220 bo'ladi, 4 taraf ham qo'ysa bo'ladi, 4 taraf ham. Xohlovchilar bo'lsa stoli bilan olishlari mumkin. O'zini olaman deylar. O'zini olaman deganlar uchun stolsiz ham narxini aytib beramiz. Masalan, stolsiz
Stolsuz bir anda İki şu svet renk var. başka renklerge. Başka rengi yine stolsuz durgan bu ugalokumuzni o'zi narxi 3 million so'm edi. Buni biz arzonlashtirib 2 million 600 atib qo'ydik. Oho 2600 mü 2 million 600 ming so'm. İki pufigi bor. 2 pufigi bor. 2 million. Dastavkisi bor. Qaranglar narxı o'zgardi dedim ki oldingidan o'zgardi narxlar. Ko'rdingizmi? 2600 ming so'm. 2 million 600 dan Azroq kelishasiz. Elegam kanaldan geldim ben dese. endi ozroq yana Men kanalıma qaranglar, men kanalıma Elegam kanalini aytasizlar, Elegam ber deyip kanalini aytasizlar. Sizlar şu 2 milyon dedimi, 1 milyon dedimi? Kaç milyon deb turganda men odam aytinglar, şunu kanaldan görüp geldim deyinglar. Bermese kommenter yazıp tashlanglar, men videosu uchib tashlamash bo'laman. bo'ldi, gap yo'q. Beradi, qaytib beradi. Hozir aytdim, eldan aytdim. Ya bo'lmasa sizlar zo'n aytasizlar. Ha, bana zo'n aytasizlar. 2 milyon 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'm. Aynen. Yine ugalok 320 ga 220. Bu arzon ugalokumuz sifati o'rta bo'ladi. Kelgandan keyin ben bu narsalarni videoda emas, o'zlari kelib ko'rgan. Ko'rsin, o'tirib, o'sha sifatini qarab olish kerak. Bu arzon narsa baribir o'zini Молодец. hamma narsa pulga loyiq bo'ladi. Endi Bundan bundan sal sifati balandroq, figuralari o'zgargan, sal murakkabroq deymiz, bu keyinroq ishlanishi keyinroq bo'lgan ugalokumuz bor. U razmeri shu bilan bir xil, hozir ko'rsatganimiz Hozir bilan. bilan bir xil. 320 ga 220. Bu boshqa narsa bu qarasam. Bu ham o'zi yaxshi narsa. Aha, buni chetamiz. Buni o'zi 4,5 million atrofida bo'lgan ugalokumuz. Buni ham 3,5 million so'mga tushiramiz narxini. 3,5 million bu. 3,5 million so'mga tushirganmiz narxini. Haqiqatan tushgan narxi 3,5 million so'mga. Bu dizaynlar boshqa ekan, buni suqrab zo'r ekan bu qara. Yumshoqqina, durva qara. Tovar ham yuviladi o'n tovar. Bassang o'tirib turibdi. 320 ga 220 bo'ladi, 4 taraf ham tushadi. 3 milyon 600 ming bu. 3,5 million. Ha, 3 million 500 ming so'm. 3 milyon 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Ana sizlara. Qani, dalshi. Keyingi ugalokumuz bular Bu nechik bu? spalni bo'ladigan variantimiz. Yo'q a? Spalni bo'ladi, demak. Ha, ana pufigini bergan surib. Uzunroq odam bo'lsa, yana pufigini surib, yana uzaytirsa bo'ladi. Bu Ha, bu yoqqa bir spalni bo'ladi mana atkinchi. Endi bu yoqqa ekan spalni, qaranglar. Ayni spalni Bu yoqqa oyoq uchida hisoblaysizlar. Ha. Endi iptakalar alinadi ponni. O, katta kema bo'ldi-ku bu. Katta Qoyil, nima qara. Buni spalni. Buni chizoma beramiz. Buni shu durishi spalni bo'ladigan nalari bilan 5 million 800 ming so'm. Bu o'zi asli 6,5 million so'm, 7 million so'mlik narsa edi. 5 million 800 ga spalni bo'ladigan, sifati yaxshi buni. Ikki pufigi bilan bemalol maqtab satsak bo'ladi. Bu qo'rqmang. maqtaladigan narsa, hech qanday sifatidan bizlarda ne yo'q buni. Muammo yo'q. Sifati yaxshi. Belgidan ham shundan boshqa ranglarga o'xshaydi, ha? Bu endi spalni bo'lmaydi. Buni hozir high-tech variant deb ko'pchilik high-techga nima bo'lib ketdi. Spalni garnitur ham high-tech qiziqib ketdi. Shuning uchun high-tech variant deymiz. Svet ham bir boshqacha svet, yonib turadigan svet. Bu o'lgan svet emas, ya'ni tund svetlar bo'ladi-ku. Bunday emas, bu yonib turadigan svet. Kiri yashiradi lekin, ha. Buni endi stoli bilan aytamiz. Aha. Endi hammasini ham stol o'zi qo'shib beriladi. Agar stol hozir endi ko'pchilikga stol kerakmaydi deydi. Shuning uchun o'zini ko'rsatdik. Bular stoli bilan aytamiz. Shu durishi stol ham. Buni ham agar stolsiz desa, stolsiz ham beriladi hammasi. Stol ham oddiy sotiladi, o'zi ham oddiy. Stol bilan so'm bo'ladi bu. Agar buni stoli bilan sotadigan bo'lsak, bu 6 million 900 ming so'm bo'ladi. Stoli bilan. Stoli bilan, lekin stoli yaxshi stol bilan. Yaxshi stol bu. Yo, bundan arzonroq stol ham bo'laveradi menga desa, u 5 million 900 ham to'g'ri keladi bizlara. Bu o'zlarimizda ishlab turgan stollarimiz bor, shu razmer bo'ladi. Faqat oddiy stol bo'ladi. Bular endi MDF, kraski, bular zavodskoy. Zavodskoy vodiyda ishlanadi. Zavodskoy vodiyda ishlanadi. Endi bu zavodskoydan har xili bor. Toshkentda ishlab chiqarish bor, vodiyniki bor. Hattoki o'zlarimiz 4 yilda ham ishlab turib Lazı divan kristo bundaylarimiz ham bor. Молодец. Qani yana bu yanda variant ko'p. Bular aytib ko'rsataman deb ishonamaylar. Bir o'zini bir avvalgi safar bir video qila olmadik buni etajdagi nalari. Birini ko'rsata olmay qoldik. Bugun bularni ko'rsatib o'tamiz. Bular ham ko'rsatamiz a? Voy, dahshat ham ayiq. Bu katta. Ayiqda. Ayiqqa qara bu. Bumuz ham arzon narxda. Arzonlashtiramiz narxini. Tushiramiz buni bugun, xudo xolasa. Hoppa, katta edi ekan bu, ha? Ko'p narsani bugun arzonlashtirishimizning sababi bayram kelayotir-ku, hayit bayram. Hurmat beraman. Buni katta, boshim jilli bo'ldi-ku bu spalni. O'zim oyiqdi bu narsa. Voy, qoyil. Hammasi shunga o'xshaydi. Bom ko'tarilmi shunda hozir bu yoqqa, ha? Ko'tariladi. Yo'q a? Voy. O'g'ir ekan buni. Ko'tarib tushirish buni. Ina. Mexanizm katta ekan, ha? Endi bu suyanganda sint ketmasligi uchun da quvvatlab bir şeylar buni. Shuning uchun katta ekan mexanizmi.
Qoyil nima qara. Necha so'm berasan buni? Ha, bumuzni xohlasa stoli bilan, xohlasa bez stol olsa. Stolsiz alog'i yo'q buni, stolsiz kelishib. Mayli, stolsiz bo'ladigan bo'lsa, buni 7 million 800 aytib qo'ydik, stolsiz bo'ladigan bo'lsa. Stoli bo'ladigan bo'lsa bizda 1 million so'm 600 mingdan boshlanadi stol. Stollarni 1 million 600 o'zlari qo'shib olaveradi. Qo'shib olaveradi. Hozir buni shunda 7 minutcha berasan? 7 million 800. 7 million 800. 7 million 800 dostavkasi bor, stolsiz. Yana ozroq kami bor, tushib bersak bo'ladi. Aytilish bahosida ketamiz qarashib, Aytilish bahasi, ha. Kelishib biladilar. Azbedagi narxlarni hammasi aytilish bahasi. Apar keyin obunachilar uyma qanday olib boraman, boshqa apar berasizlar, to'g'rimi? Sindirmang, qirmang, chizmang. O'zlaringiz javob beramiz. Rossiyadagi mana obunachilarim ko'rsangiz ish qiladi. Masalan, Qashqadaryodan ko'rib qolsangiz ish qiladi. Endi Qashqadaryo ularni kelishamiz. Endi dastlabkisi sal qiyin bo'ladi, ha, yetkazib bo'ladi haqiqatdan. Uzoq, ha? Uzoqroq. Lekin bu o'zlarimizni Qoraqalpog'iston, Xorazm yerlari bor, yaqin yerlar. Yerlar muammosiz. Endi metanku mashina ketaverasan Qashqadaryoga, qiyomat bo'lmaydi-ku axir. Undan bir yo'lini toparmiz. Qashqadaryo, Surxondaryo bor, endi Buxoro bor. Balkim ko'rsa ulardan bir shunda endi ko'ngling unshi yoqdi menga desa iloj yo'q. Qashqadaryoda yoki Buxoroda mebel bor, yo'q emas. Lekin imenni 3 svet yoqqasam men o'zim ham Qashqadaryoda bo'lsam o'zim yoqtirib qolsam, men oldiraman axshidan. Balkim bu yerdan ko'rib o'tiran Rossiyada birlar bo'ladigan bo'lsa, obunachilarimiz bo'lsa, do'stim ishi yoqdim, men topolmadim, izladim shuni. Sen nalaman desa iloj yo'q axir. Chunki ham me'mor ham uzoqdalardan kelishib berasan axular, ham yetkazib berish yo'llarini ham metan pulni ozroq yordamlashaman o'zim, olib ber shu bahada. Bo'ldi, gap yo'q. Qana bom zo'r vej ekan. Qara bom surlaydi ekan, qarab turibman qara. Bu endi sal boshqacharoq, shuni. Imon boshqacha vej ekan, obunachilar. Bo'shligini qaranglar mana. Bo'shligini. Bu boshqa vej ekan. Bu boshqa narsa. O'raqlar ham surlaydi ekan. Rahmat aytgan ustalar, rahmat buni qo'llari dard ko'rmasin. Qancha so'm aytamiz buni? Barzaraq chiqar. Bu yo'q, naborot qayta aksincha bu qimmatroq. Qimmatroqmi? Bu qimmatroq. Endi hozir ba'zi narsalarni narxini o'zlarimiz tushirdik, ya'ni foydagarchilik bayram arafasi bo'lganidan ba'zi narsalar o'zini avvalgi qimmatlanmagan, o'zini narxida turibdi, avvalgi obzor etgan narximizda. Bular stoli bilan 12 million bo'ladi, agar stolsiz olaman desa 10 million so'm. Lekin bu puluna loyiq. Bu narsani hozir siz telefonda ko'rib, zakaz yuborsin deb tursiz uzoq yerlarga, lekin bu narsalarni o'zini kelib ko'rgan boshqa. O'zini ko'rgan, endi ushag'an boshqa qarasan. O'zingda o'tirib ko'rib, imuni tovarini ko'rgan boshqacha. Oyoqlarini qara, nima deb turibdi? Olmana deb turibdi, qara. Birovlari ba'zilari endi arzon narsalarni ko'rsatib turibmiz. Ularda demir, pamir ko'rsatgan, boshida oyog'ini ko'rsating. Bularda g'o'zdan novodan ishlatilganmi? Chissinadan ishlatilgan. Sababi videoda endi ko'pchilikka ko'rsatib bera olmaymiz. Ko'pchilik biladi, biz yaxshilab yetiribman, buncha bera olmasligimiz mumkin, bera olmaymiz ham endi. Yana videoda 3,5 million so'mlik ham, 10 million so'mlik ham bir xil ko'rinadi-da. Agar buni chaqmasini zastalar deysanmi? Bir xil ko'rinadi. Sababi razmerlari bir xil. Hammasi 320 ga 220. Kattaligi bir xil. O'zlari gap ko'rsa, materialni ko'radi, sifatini ko'tarib ko'radi. O'tirib ko'radi, og'ir yengilligini ko'radi. Og'ir yengilligini ko'radi. Gap yo'q. Tushundim men sen gapingni, tushundim. Obunachilar ham tushundi, xudo xolasa. Bom ochiladi ekan. Bom shunday mexanizmda ekan. Mana shuni hozirgi 7 million 800 ayiq polvon deganimizni seriya sveti. Jolli vej ekan. Mana shuning kunasidan mana. Bom shu 7 million 800 likdan ekan shunda. Bular lekin maqtasa arziydigan narsa. Maqtasa arziydi, o'zi aytib turibdi-da. So'llab ustunda gurung yetadigan narsa bular. İçinde şalı saman yok bunun ha? Yok, niye rahat ketdi. Buğday saman ne? So'rab. Yo'q. Doğrusunu ayt. Doğrusu. Chissит ne bu? Bize bugün Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sof savdo etamiz. Sof savdo deganim bir aytib o'taman. Ko'pchilik endi odam bizda ko'pchilik o'rgandi-da, sovg'a podarka o'rgandi-ku. Shu narsa kerakmi? Bo'lmaymi? Sovg'a qo'shik desa pulini qo'shish kerak-da uni baribir. Shundan yaxshisi eng pulni qaytib qo'yib o'zini puldan sotib. O'zini pulini aytaverik. Hamma narsaga sovg'a berilsa u baribir. Doğru, tushundim seni. Sovg'a qizmanglar deb turibdi. Mendan dedi kelishib olib ketinglar buni qayt deb turibdi. Sovg'a qo'yib pulini qo'shgan. Aytilish bahasi. O'zi sof pulini aytdik mumkin. Bo'ldi, va misol. Keyingi videoda sovg'a ham qo'shishimiz mumkin, lekin baribir pulini qo'shamiz, tan olamiz. Sovg'a qo'ysangizlar. Sovg'a qo'ysak, o'zini pulini qo'shamiz. Sovg'adan foydalanmaymiz. Sovg'ani o'zini pulini qo'shamiz-da. Bu deb turibdi endi bu. Neden katta bu? Bu katta, 12 odamlik. Shuni aytaman, o'shim uzun-ku buning. 12 odamlik, masalan, kattaroq oilalar uchun ham mehmon kutsam bo'ladi. 12 odam sig'adi xullas bunga. Haqiqatdan bu zo'r katta ekan bular ekan, zo'r ekanlar. Endi kaptonlarni ham kaptonlar ham o'tiradigan ham katta ekan. Buni ham sifati yaxshi. Bizda buni 3 xil variantda bor. Yana bir narsani aytib o'taman, 3 xil varianti bor.
Buni hozir videoda ko'rib bo'lmaydi, lekin siz ko'rishingiz mumkin. Bu yana o'tib kelsangiz, siz Bu o'zingiz hozir pullarni aytmaysanmi? Keyin aytasan. Pulini aytaman. Pulini aytaman. 3 xil varianti bor. Uchisidan ham puli 3 xil. Lekin Yo'q ha. görünüşi bir xil. Görünüş sinasidan tarazidan bir xil. Razmeri bir xil. Ha. Uchisidan ham 12 odam sig'adi. Ha. Inang, qarang. Hozir bu necha so'mlik? Pufiki bir-birisini yaqinroq ekan, shundan boshlaymiz. Buni shuncha so'm berasan shunda shuni. Hozir bu necha so'mlik bu? Bu muz stoli bilan 9,5 million so'm. Assalomu alaykum. Stoli bilan. 9,5 million ishchisi. Stoli bilan. Stoli bilan 9,5. 3 dona pufiki bor. 3 dona pufiki bor. Bularni g'ozmi buni? Yolg'ondan aydan Bu chinardan ishlangan. Chinarmi bu? Hop. Stol ham mustahkam stol. Sevitmasmi o'zi? Yo'q, sevit emas. Qarang, endi Tushundim. Ha. Bu 9,5 million. 9,5 million so'm. Endi Stoli bilan. stoli bilan 9,5 million so'm. Yana kami bor. Gelish perladan yeri bor. Endi shuni yana bir varianti bor, qarang. Ha, yana top shu narsani. shunning. Top Tamam, shundan. top shundan shu havo. Shundan shu. O'zgarish yeri yo'q. O'zgarish yeri yo'q. Bir xil havo. Bir xil narsa ko'rinishi, lekin buni o'tirib ko'rsangiz, ko'tarib ko'rsangiz, oddiy pufiklarni Ha. farqi bor. Masalan, bularni plotnost deydi-ku, ya machalkalarda. O'lchalari hamma narsasi bir xil hozir O'lchavi bir orqadan. 9,5 millionlik bilan bir xil. 9,5 millionlik bilan bir xil, lekin Hava. bu 8,5 million so'm. 1 million arzon. 1 million Stoli arzon. bilan ishi. Stoli bilan. Stoli bilan. Ha. Yana bu aytilish narxlari-ku. Havo. Haddan aytib, yana Yana qana nechga arzoni bor yana? Bundan arzoni bormi? Yo'q, bu endi hozir eng arzoni bu. Keyin bundan qimmatroqi bor. Yo'q, qarang endi buni ustidan olmayman desam, zalma qo'yib qo'yamiz, ustiga kerakmi desang, che beramiz hozir. 2 million so'm tushamiz stolini, masalan, Shunda? 6,5 bo'ladi. 6,5 million so'm bu. 12 odamligimiz 6,5 million. Qo'l demak, ko'rdingizmi obunachilar? Har narsa aldan kamalada. Biridan shu narsani ko'rsatgan bo'lsam, menda 2 million qaytib beraman, 1 million desa tushunamanglar-da. Demak, shundan bo'ladi-da. Oshinni nelar bo'ladi-da, Endi hilalar. bunda yana bu boshqa material yani. Hey, bu material. boshqa vaj bu. Bu zo'r bu. Endi buni o'tirib olib, u bilan buni Ha, bom shundan o'xshash ekan-ku bu. shu bilan bir xil modasi. Ha, bir xil Yana ekan. kaptalni ko'ring, ikkisini yana. Shu ko'rdim, hozir kaptalni ko'rib aytdim. Shu Lekin bilan endi bir xil o'tirib ekan. ko'ring siz endi. Yo, bu aytibdi bu gap yo'q, men bildim buni nechga ekan, tamom. Ko'zim ko'rdim, analiz etdim. O'tirmasizlar bildingizmi? Bildim. İkisi bir yana, bir Hava. og'ach qo'yilgan, bir moda. Havo. Lekin 3 xil variantda bor. 3 xil usta ishlagan. Ha. Lekin bir xil mebel, qaranglar obunasi, diqqat etinglar. Uchsining ham dizayni, hamma narsasi bir xil, o'lchami, po'lchami har xil. Ishlanishlarida nima bor dedi. Xiyla ishlatilgan. Siz ayirib bilmaysiz. Yani aytgan yozib buncha so'm bu. Ha, bumuz уже 10,5 million so'm. Qaranglar, 10,5 million, 9,5 million, 8,5 million so'm. Ko'rdingizmi? Hozir men shuni 10,5 ga ko'rsatdim sizga shuni. Gelsang al 2 million aytib beraman shundan. Tap shuni mebel shu. Ular boshqacha sotibdi deb turib, kellangiz chalg'ib turib, 8 yildir beradilar sizga. 6 million nega yildir beradilar. Odam bilmaydi. Shularni diqqat eting, suhrob aytibdi, ko'rdingizku? Diqqat eting shuni yerlarni. Hozir sizga eng qimmatini ko'rsatsam, shuni chaqmasini zat qo'ygan bo'lsalar, ana shuni ildir beradi ekanlar. Ina bu yerda hozir 3 xil nada rassetkada bor sizlarga. Qolganlar qimmati, bo'lmasa o'rtachasi, ina eng arzoni. Ana sizlarga variant ina. Hammasini ko'rsatib berdi. Sirlar oshkor oldi. Buni 10,5 beramizmi? Ha, mebelda ham sir ko'p. Uni mebelni ham sir. Lekin bu o'zingizdan bilmaydigan sirlar bor. Ha, bu hech ekan endi. Haqiqatdan qarasa. Biz endi aqlimiz yetgancha xalqimiz endi bizada buni aytishimizning sababi nima uchun sizlarda qimmatroq, bu yerda arzonroq deyish mumkin. Degan obunachilar bilib oladi o'zingizdan. Bilib oladi o'zlari. Masalan, ko'rsatib bera olamiz. Agar uni arzonroq yerida ko'rgan bo'lsalar, Yine bu qara. Dim ajoyib ekan, bu ajoyib emas ekanmi? Dim deng. Dim degan so'zni qo'shing. Yomon qara. Dim ajoyib ekan bu, dim. Stakani qo'yib o'tirasan. Yomon qara. Stolna qarang buni, rostdan ham. Biz aytganlar, kim o'ylab topdi buni da, buni kim o'ylab topdi? Shu daraja qo'shirib ishlaydi-da. Yomon qara. Qarab o'tirasan o'zi, stakani qo'yib, choy qo'yib. Pufiklarni qarang buni. Qoyil. uyda bir madaniy xordiq chiqarish uchun yaxshi narsalarda bo'ladi. Biz endi o'tirsang, Kayfiyat ham ko'tariladi bir. Oyoqlarni qarang. Voy. Zo'r narsa ekan. Tashbaqa variant. Tashbaqa variant ekan. Yomon qarasan, multfilm. Kichkina bolalarga berib qo'ysang, hazat o'ynab minadilar, o'tiradilar. Voy, o'raganman. Necha so'm aytamiz buni? 12,5 million deb qo'yib buni. Kelishasanmi? Ava, buni qaytaladi. Stoli bilan bu 12,5 million so'm, bu mexanizm. Endi mexanizmlar ham har xili bor. Arzon variantlari bor. Ha, ichine buni qo'yiladi qana? Ha, buni qo'y. Lekin buni ham kelishamiz biz. Bom ketdi edi, qarab, ko'p funksiyalar ekan ham mebellarga qarasa, odam o'zatib yotdi. Hozir misol uchun bunda past stol turibdi-ku. Ha, endi jurnalniy stol. Havo.
O'ziga Bu tirib dekorativniy bir chiroyli uyni ko'rkidan ko'rk qo'shadigan stollarimizdan, yaxshi stol. Agar yana buni balanddan qo'yaman desa, bu stoldan berishimiz mumkin. Shu narxning ichida 12,5 million. Bu stoldan bir teylar bilan ko'rsating. Mana bu san'at asari. Shuningdek bir chiroyli, Muzeytilini qaraman. bir boshqacha. Yo'q, qo'yili. Xolasa bu stolni olishlari mumkin. Ha, uni Stollarimizda variant ko'p. Chiroyli chiroyliga o'zi bir Yo'qlar bilan zetilgan ekanlar. klientlarimiz bo'ladi-ku. Yurtdoshlarimiz chiroyini yaxshi ko'radigan o'zi bir uyim chiroyli bo'lib tursin. Mehmon kutaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, kelaversin, bemalol har xil dizaynda uyg'oqlarimiz, stollarimiz bor. Bularni kelishamiz xullas. 12,5 million so'm deymiz, lekin aytilish baholar kelishib beramiz. Bizda arzoni, qimmati hammasidan bor. Ha, endi необычныйsi deymizmi? bir kichkinaroq meni kuxni mebellar ham aytib ketaversa ham bo'laveradi. Kuxniya oddini o'tamiz hozir. Ha, o'tamiz moddinni. Kelgan sabiyallar kerak. Bu nima narsa bu? Bumuzni endi Bu nima narsa bu? hamma yerga ketadigan universal narsa bu. Shunga mej bo'laman ekan axir. Bu nima bu? Bu nima bu? Bu stol ham. Stol sifatidan foydalansa bo'ladi. Buni men aylantirib o'tirsam bo'ladi. Qarab aytding sen. Shu shekilli. Ben o'ylab turdim buni bilan katta yerda turdim o'z o'ylaganini. Bu karkas demir, polностью demir. Bom demir. Buni ustidan o'tiraverasan buni, to'g'rimi? Ustidan o'tirasiz, stol atib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yeb bo'lasandan, döndürib berasandan, Hindiston pasom ustida o'tirib ketaverasan ham qara. Endi bu mebelli taxt narsa bor ekan. Zavodskoy narsa. Nima qarasan? Luna deydi. Zavod no ishlamaydi buni qara. Qoyil. Buni endi kim kelgan yerga qo'yish mumkin? Ofislarga qo'yish mumkin. Ketaveradi, do'konlarga qo'yib turibdilar. Qo'shirayligini. Uylar ham ketaveradi deb o'ylayman, universal. Joy tanlamaydi. Rostdan dim qo'shirib ekan. Hamma joyi natib ketaveradi. Aytganingizni ko'rsang, hamma narsani olasan kelaveradi. Una ko'zing qizadi, buna ko'zing qizadi. Pul bo'lsa asan, uyi chiroylatib, zetik qo'ysan qara. Zetganlar lekin qoyil rahmat ey. Rahmat aytibman bugun kim shu bejar zetganmiz. Necha so'm beramiz? Buni ko'rib qoldik endi prostimi. Bu endi 5,5 million so'm, undan qaytamiz. Normal ekan 5,5 bo'lsa. 5,5 million so'mga 4 narsasi endi. Divon, zo'r narsa dizaynni. Haqiqatdan keyfim ketdi. 5,5 million so'm kelishib beriladi obunachilar. Nima ko'rsatsak eding sen yana? Uголок yana katta. Mengelik yana bu. Bom katta ekan lekin, ha? Stol ham stol lekin. Chiroyli o'zini yarasha. Bu katta. 3,5 metr, 2,5 metr. Üstleri общий bunu. Ustalar ham ajoyib. O'ziniki. Üstleri ham o'ziniki. lekin. Chetlardan bir Oyoqlarni qarasam, oyog'i zo'r satibdilar. Oyoq arqatib chiroylab zatdilar. Chizon beramiz buni. Bu endi 7,5 million so'm bu aytilish narxi. Aytilish pufika hamma narsasi. Hamma narsasi bilan bu qaytib yana 7,5 kelishib beramiz. Kelishib beraveramiz. E'mon qarang endi bu e'mon o'zingiz bu so'llamasangiz yo'q bo'yicha gapdi lekin rostdan ham sen adım jilli bo'yicha katta shopsan aysa qarabsan odamlar hammasini chaqirasan sen bu yoqqa yo'q bo'yicha topib kelibsizlar lekin vallahi deysan mana rangini qara buning bo'shligini qara tekani somon buni ichida sholasan nima bo'lsa bundaki shiqirdamaydi o'tdi-ku bu ha shiqirdamaydi bu Bu tovarni qarang o'zingiz tushunib turibman chetlarini qarang mustahkamlik ekan shunday og'ir narsa qoyil bu rangini neden topib shu o'ylab topadi ekan bu insonlarning o'g'illari bunda o'tirib ko'ring qoyil beton vazib o'tirganda qoyil yo'q zo'r mustahkam narsa bir olasiz qutulasiz divon uголок ishingiz bitdi xullas endi buni bir olasiz qoladi uyingizda chizim aytib beramiz buni qachon o'zingiz rozi bo'lib almashtirmaycha bu hech qachon o'zi aytmaydigan narsa o'zi to'zib ketmaydigan to'zmaydigan narsada shuni ayt oyoqlar teylari g'o'z bir narsadan ishlangan ekan bu mustahkam etib ishlab mustahkam ishlangan sifatlatib ishlangan taxtaning narsidan mana bo'lib turibdi eng sifatni cho'qqisini yetgan uголоklarimizdan birisi 2 xil sveti bor ekan 10,5 million ekan obunachilar stoli bilan stoli bor ekan bu o'zini mos stol bu o'zini svetini mos stol bu o'zini moslab qo'yibdi ekanlar buni bu 10,5 million o'zi pul aytib turibdi buni obunachilar siza har bir narsani pulni eshitgandan o'zingiz bilavenglar pulun loyiq masalan hozir biz 2,5 million 3,5 million ham ko'rsataveramiz uголок bular o'xshaydi nada lekin o'zini kelib o'tirib bu o'sha ko'rsangiz o'zingiz siz bilib turibsiz-ku rangini qarasangiz klientlarimiz ham biladi rangini qara buni voy mana shunday sifatli narsa buni yo'nchiqat zap borib o'rtasida qo'yib choy ichadigan ekan bu bilmay yiqilib tushasan o'sha yerga kelasanda yo'nchiqatida ustuna devalanib yiqilasan buni chotki beja lekin qoyil 10,5 million ekan bu obunachilar
Addenni. Bunu bölüp koysanız ham bo'ladi. O'xshash. Naraqa ekan, nima deysiz aytinglar? Yine biri addenni ishlangan ku ne biri. Zo'r ekanda, qara. Mebelchilar har bir narsani o'ylab ishlagan, biz abi ishni ko'rganimizda hech narsani payqa olmaymiz-da. O'zini addenni bu yoqda qo'ysangiz, uni o'zini addenni birida qo'ysangiz bo'ladi ekanda. Zo'r ekan. O'rtani olib tashlab orqaga kelib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Chiroyli ko'rinadi ekan. Dim haqiqatdan. İnanma qarang. Bu menavida niyob ishni bir narsa gapti. Oyoq bosibdi bir de qarablar. Bu haqiqiy originali, bu yaxshisi, zo'ri. Zo'r ish yapti buni. Qoyil. Bom shunday variant ekan, ha. 13,5 million. Pulni eshitdingizlarmi? Bu endi aytilish narxi. Ha, aytilish narxi. Bom suriladi ekan, qarang, jigarlayna. Imini bu bom suriladi ekan. Ana. Al sizlarga kerak bo'lsa. Bir qaz deyib qoldim buni. Ina bom suriladi mexanizmi. Yana eldiga kelib kichkina akkuratni suyani o'tirasiz. 13,5 million deb qo'ydi, aytilish bahasi ustalari bilan ko'fiklar. Aytilish bahasi yana ko'proq tushib beramiz. Bu lekin yaxshisi. Buni ham turlari bor. Misol uchun o'zini ko'rsa, u videoda bilinmaydi, o'zini gap ko'rsalar. Biz bekardan bekar bu narx aytmaymiz. Arzoni bo'lsa, arzon varianti ham bo'ladi buni. Ha, arzon bo'lsa 8,5-8 million so'm ham bu narsani topsa bo'ladi. Mashinlarga diqqat etinglar, telefonda nomer qoldirib ketaman, suhbat chiqasizlar. Shuning arzonchi varianti bormi yoki gelish berasizmi yo palonyada arzon deb turibdi-ku, 3 ming deb ham chiqaman. Ular o'zlari ko'radi sifatini. Faqat kelib ko'rsalar bo'ldi. U videoda bilinmaydi. Bu shoxning nesimi bu? Bu shox. No'lon shoxona bu. Shoxona deyiladi. Shuni ay, turishini qarang, o'zini bir qarab o'tiraverasan-ku buni. Buni uyda ko'rgandan keyin bir qadimki Buxoro, Samarqandga borganda muzeylarga kirganda shu dunyoda turadi. Tabii shu dunyoni. Stol ham buni taxtlar. Ustuni shishasi kalyonli bu. Stollar ham e'tibor berdi. Masalan, so'rasalar bo'ladi, bu usti shishasi ko'pchilikga oddiy shisha qo'yiladi, bu sinib qoladi, keyin ozroq vaqtdan keyin uni almashtirish shishani topolmay yuradilar. Shishasi singandan keyin bu уже yaroqsiz bo'ladi-da. Ha. O'zi ko'rsatib turgan narsa shishasi. Voy, durishga qarasan, obunachilar, ko'ringizmi? Dahshat turibdi. Buni olgandan keyin o'tirmaysizlar uylaringizda. O'tirizmanglar buni, bir mushta qo'yib qo'yasizlar buni. Kraskalar ham shuning diniq ishlangan. Yaldirab turibdi shuni. Demirdek bo'lib turibdi o'zi. Bu demir darvozachilar yozayotganmi ya buni? Ha, tunt. Mas kraskalar, diniq narsa. 14,5 million deydi obunachilar. Bu qaytiladi hammasidan. Shuni divan kristosi ham bor keyin. Divan kristosi? Divan kristosi ham. Ichki bo'ladi u. He, divan kristosi. Bandaydi. Ha, van tarafda ekan. Mebelning arasidan aralab ina sizlarga ko'rsatib turibmiz. Shoxona divan kristomizdan. Qarang, buni ham varianti bor. Shoxona degandan har xil variantlari bo'ladi. Masalan, bu arzonraki, bu sal qimmatraki. Rostdan ham buni uyga olib borib qo'ysang, buni o'tirmaysan lekin. Shoxlar qadimkida shoxlar o'tirganlar o'tkazib qo'ydi haykallarni. Uncha o'tiribdi qo'llanadi. Amir Alimxon o'tiribdi Buxoroda. Tab shunga o'xshatdim men rostdan ham lekin. Xivada turibdi. Xoning nasi bormi? Taxti. Xivaxonadan atilganda qaranglar, ema qaranglar. Ho. Bularni chizimdan beramiz. Ha, bumizning narxi 8,5 million so'm. Uchisi. Bular stolsiz. Ha, bumuzni narxi 11 million so'm. O, qimmat ekanmi? Bu stol bilan lekin. Ha, stoli bilan. Agar stoli kerakmaydigan bo'lsa, yana arzonlidir masalan, stolsiz 10 million so'm. Yana kelishilar. Yaxshi, ay tutdingiz yomon. Lekin yaxshi, sifatini gapirib bo'ladimi? Ikki odammi? Ikki odam kuchliroq odam bo'lsa ko'taradi. Sportsmenlar. Yo'q, ko'tarib bo'ladi ekan. Bo'ladi ekan, uni o'tganlar ham. Rahmat, gap yo'q, kuzatib turlar. Erimizat turlar. Uголокlarimizni undan ham yaxshi, undan ham qimmatlari bor, yana bir qator, yana bir video. Qimmat variantlari kerak bo'lsa, obunachilar. Arzon varianti bo'lsa, arzon varianti bor, o'rtacha 6-7 lik varianti ham bor. 3 million, 3,5 millionlik variantlar ham hamma xil variantlar bor. Keyin yana muallim uchun taklif qilaman shuni. Ha, bu bir muallimlar. Ustozlar. Обычный, скромный, galostukdagi ikkalasidan oyoq uzatib o'tiradi aynan. Sizlarlik. Akkuratni turibdi bu. Ko'rinishidan domlalarga o'xshab turibdi o'tirish ishi. Nima uchun toza azada turibdi? Domlalar nelar qarab edi o'zini, kutib o'zini. Ha. Ana sizlarga ekan shuni. Men sizlarga domlalar shuni ravo ko'rdim, o'xshatdim men sizlarga. Ha, domlalara dam olish uchun yaxshi sharoitlar bo'lish kerak-da. Sababi bu kelajak avlodni tarbiyalaydi-ku ular. Конечно. Ularni nalari, nima deydi? Diniq bo'lish kerak miyalari. Bolalarga ta'lim tarbiya berish uchun
Doğru aytdingiz. Damullalara. Yarashadi shunday Çok narsalar. kivaji şu. Yaxshilab damullalarni bir gap olsa bo'ladi. Ene bu doktorlara. Doktor, O'zi doktor ham damullar kerak, ha, doktor, doktorlar. yo'q, damullar doktor yana qo'yib qo'yishlar. Doktorlar iminni size uchun shuni ana. Doktorlar ishdan Doktorlar ham charchab yaxshi dam olishi kerak, ertaga. Operatsiyadan chiqadigan qaranglar. Niyabishni ko'zingiz ko'rgan demalardan takalarni olib tashlasan o'zi manzara arkada da. Yani qaranglar 10,5 million so'm. Doktorlar bu size uchun yana. Doktorlarimiz ham yaxshi dam olishi kerak. Ular ham endi kasal odamlar Spalin yaxshi o'zim qarash uchun. prosta o'zim o'xshatib turibmanda ular operatsiyadan yanasidan chiqadi-ku. Chiqqandan keyin qara, kengligini qara. Ko'rdingmi? Endi damollar dedik, akkuratni ne bo'ladi-ku, misol ustozdan odam. Doktorlar endi charchaq, ish, miya dam olishi kerak kuzatib. Ina qara, katta diyecekmanda. Keladidan yan boshlashidan deminalarda yine ishine ketadi. Ina sizlarga vach. Doktorlar o'xshatdim mana. Ina, o'zi qara. Doktorlar bemor odamlarni yaxshilab davolash uchun yaxshi dam olish kerak. Ustozlar esa yaxshi bolalarga yaxshi ta'lim tarbiya berish uchun ular ham yaxshi dam olishi kerak. O'rnak bo'lishi kerak, o'rnak. Ha, sizning Damollar o'rnak bo'lishi kerak. Shuning uchun chiroyli bo'lib ko'rinishda bo'lishi kerak ular, chiroyli yurishi kerak. Ha. Ina. Divan kristollarimizni ko'rsatik. Qani, genglar qani? Divan kristol bu. Bunimiz ham bir baho bering. Sizning nima deganlar? Klient hisobida Endi baho mantiq bering. yo'q, uni shikolat to'killamay ustuna. Ha, rangi. Cho'qqa siletdimi? Shikolat yesangiz da bo'ladi obunachilar. Shikolat esa shikolat tushib qolsa, yesa bo'lmaydi yaxshi bolalar. Ha. Shu rang. Shundan so'ng birisi mayning birisi keladi, o'tiradi, ketaveradi keyin. Qoyil. U orqada boshqa svet ham bor ekan. Aylanib o'ting. Buni o'tirib ko'ring axı, o'tirib bu baho berib buni Diz tashlab ko'rsam bo'lmaymi? Sifatini, oyoqlari damir buni. Diz tashlab ko'ring boshda buni. Yo'q bo'ladi amallar. Testdan o'tdi obunachilar. U oyoqi boshqacha damirmi buni? Ha? Damir oyoqi. Damir ekan. Qoyil. Ana arg'isi boshqacha svet. Bu chiroyliroq rang bermayman. Buni kim didi yo'q odam zatibdi buni. Endi obunachilar xafa bo'lmaysizlar. Men sizga bir rang yoqadi, menga boshqacha rang yoqadi. Endi da har kim. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Men aytib ketaveraman o'zimdan. To'g'risini aytadi. Bu ranglar endi sizga yoqishi mumkin. Kim biladi? Xudo xolasa. Buncha so'mdan beramiz bularni? Bularni 8,5 million so'mdan. Ham aytilishdi ekan bu. Men rangini turibman, arzon beradi. Bulatnoy narsa bu. Ha? Bulat komfortli narsa. Qimmat ekan rostdan. Penallarimizni ham ko'rsatib o'tamizmi? Finallar ham qani? Penal televizor qo'yish uchun. Arzonidan boshlaymiz yana, qaqras. Arzonni yonidan gap qolibmiz. Shundan boshlab ketaverik. Arzoni, qimmati, o'rtachasi, har xil penallarimiz bor. Endi shu penalimiz razmerini aytadigan bo'lsak 4 metr, 4,5 metrlik uylarga qo'ysa bo'ladi. O'zini bir-birsini dezib qo'ysa, hozir ochiq turibdi-ku. O'zini bir-birsini dezib qo'ysa 3,30. Endi oralarini ochib qo'ysa 4 metr, 4,5 metr. Chiroyli chiqishi uchun turadi bu, to'g'rimi? O'zi orasini ochib qo'yiladi o'zi aslida. Buni qo'yishdan chiroyli turishsin desanglar, orasini ochib qo'yadilar. O'zlari 30 santim, 35 santim, 20 santimgacha osib oralarini ochib qo'ysa bo'ladi. Bu penalimiz ham sifati yaxshi. Pul arzon bo'lgan bilan, lekin sifati yaxshi. Aytilish narxi 5,5 million so'm. 5,5 million so'm. Katta 75 lik televizor olasalardan ustuna qo'yib berasizlar. O'rtaga qo'yib berasizlar, katta televizor 75 ligi dahshat tushadi. 75 liklar, poni sig'adi bunga. 75 poni sig'adi. Endi qarang, buni 5,5 million so'm bu varianti. Shuni yana bir varianti bor. Bu 6,5 million so'm. Balandroq bo'ladi bo'ylari. Galing buni ko'rsating. Yo'qmiz zo'r ekanlar, konkret ekanlar. Mana bu sal boshqacharoq. Bu 6,5 million so'm. Ko'rinishi o'xshaydi bir-biriga. Kattami bu? Bu sal balandroq, kengroq ishlangan. Bu 6,5 million so'm, buni ham aytilish narxi bu. Inshoqi shuniki, to'g'rimi? Ha, bu razmeri bir xil, 3,30. 6,5 million so'm bundan kelishiladi. Aytilish baholari. Aytilish baholari, penallar. 75 lik, 80 lik katta bo'lsa, uyingiz televizor qo'yib berasiz. O'ldi keyin. Bu joyga kirgan odam qarab turaveradi. Endi bundan ham haybatroq, kattaroqlari bor. Bu 8,5 million so'm ekan. Shuni o'xshaydi. Dizayn, mana o'tib operatorimiz ko'rsa. 8,5 million so'm bu. 8,5 million so'm. Bundan boshqacha narsa bu. Bu kattaroq o'sha. Bu endi 4,5 metrlik uylarga qo'ysa bo'ladi buni. Katta zallar, to'rana qo'yib qo'yasizlar. Haqiqatdan ustuna mana shu imini televizor uchun bu. Televizor olasizlar, ikki dana oyoqda turadigan kolonkani shu o'roqqa qo'yib berasizlar. Endi keyin ketdi tamom keyin. Yashil svetlarimiz bor, zumrad buni yeb ishni ekanlar, zo'r ekan, ha? Aralashgan oq bilan bu yashil svet deymizmi? Zumrad svet deymiz. Zo'r ishlayaptilar, haqiqatdan. Rangingiz yaxshi tanlabdi. Bumuz 9,5 million so'm, bu ham 4 metrlik, 4,5 metrlik uylar bo'ladi. Keyin bergi
penalımız var. Bumuz 6,5 milyon so'm. 6,5 milyon. 6,5 İnanma milyon. keyfim yetti. Aytmadan Gel. sen. İmanına keyfim yetti değil mi? Bumuz 9,5 milyon so'm. Hı. Akvarium variantımız. Akvaryum ekan. Bir anda yeng bunam ko'rsatib bering qani. 9,5 milyon bu. 9,5 milyon so'm. Buning uchun men ishlangan. Qoyilma eshikka qara, ishlanishar. Eshik avalniyati Yo'q. qiyshaytirilib ishlangan. Qo'l mehnatida. Endi buni ochib ko'rsataman qara. Qiyshiqligini qara. Ha, es qilibdilar, es harafi. Tortmalar ham shatdilar, qaranglar. Qiyshiq aytibdilar. Shuni anglayman, shu zo'r dahshat ko'rinadi uylangizda. Qaytib beramiz, kami bor. 9,5 mi bu? 9,5 aytilishi. 9,5 Endi bu film. bu yoqda yana bor. Endi svetlar bor, siniy svetlari. Dahshat ekan. 8,5 milyon so'm. Oo. Qaytib beramiz. Kattaroq razmer lekin bular 4 metr chiqadi. Ina. 4,5 metrlik uylar qo'ysa bo'ladi, 5 metrlik uy ham qo'ysa bo'ladi. Ina. Ranglar. Bu muzdan bakın kombinatsiya qilib ishlangan. Bu zo'r yemillarni beribdilar. Bu muzni narxi 10 milyon so'm. Buni ham qaytib beramiz kelishib. Tutqalarına qara, tutqalarına qara, tutqalarına o'shatganlar buni. Görmeyeceğin göreceksin ya. Ne bu? 5 metr, 4,5 Ne metrlik o'xshatdi? uylar bo'ladi. Bu ha? Bo'ladi 5 metr, 4,5. Yine bir de altın sivet var. Tilla svetimiz bor, shuning katta ishlangan. Tilla. 4,5-5 metrlik uylarni qo'ysa bo'ladi. Bumuz 8,5 milyon so'm. 8,5 milyon so'm. Bu variantimizdan ham bor kelgan. Oynalar qo'yiladi. Aynaları qo'yilmagan ko'psini obunachilar qo'yib aytib beramiz uni. Bu muzning narxi hozir 6 milyon so'mga tushgan. O'zi 7 million edi, 6 millionni tushirdik buni. Skidkidan bu. Ketkida bu, ha. 6 milyon so'm. Keyin oq jemchushniy, молочный aralashgan svetimiz bor. Bu ham chiroyli narsa. So'm chiroyli ekan. Bu muzning narxi Kichik ham ba? 6 milyon so'm. Oo, 6 milyon. Kichik-ku bu ozroq gelishib beradi. Gelishib beramiz, kichkina endi, lekin sifati yaxshi. O'shab ko'rsangiz bo'linadi, diniqligidan, ayni. Uylar o'ymana ishlamdi, zo'r. Kraskasi, основной kraskasi o'shab ko'rsa ko'pchilik sezadi, hozir biladi u diniq ekanligini. Mana Qirchilib, nima bo'lib qolmaydi kraskalari. Ko'pchib qolmaydi. Молодец, gap yo'q. Endi Gelishib kuxni beradi. uголоqlar o'tamizmi? Ha, kuxni uголоqlar ham. Kuxni uголоqlarimiz Uголоqlar ham ham. aytib o'tib ketaylik. Kuxni uголоqlarimiz misol uchun endi bu 6 odam, polnis 6-7 odam sig'adi bu, ha. Bundan keyin Ishlar ham ina laminat ko'rinadi. Polnisni og'irroq narsalarni qo'ysa, ichine taxli beradi, sandiq. taxli beradi. Buni o'zi 2,5 milyon so'm edi. Buni 2 milyon so'mga tushirdik narxini. 2 milyon so'm kelishlardan yeri bor. 2 milyon so'm. Keyin Ustara bundan ham bilan. arzonroq desa 1 milyon 700 ham bor ina. Yo'q, ay. 1 milyon 700 ham uголоqimiz bor, lekin uголоq bo'lganda ham sifatsiz emas. 1 milyon 700 ming 1 milyon 700 ming ina. 1 milyon 700 sifatli uголоqimiz. Yo'q, qo'yib. O'tirib ko'rsangiz ham ina bulardan ya past emas, ya kichkina emas. Ina. 1 milyon 700 ming so'm uголоq. Sveti ochiqroq svet desangiz ochiqroqi, har xil svetidan bor. Do'qroq desangiz do'qroq. Ne kerak ekansiz? Bizning kuxniyada turgan vajdan shu. Biz o'tiribmiz-ku, bundan sal kichikroqmi bu? O'g'dang, sal kichikroq ekan bu. 1 milyon 700 ming 1 so'm. milyon 700 ming so'mdan. Ustari bor, bir dana pufiki bor. 2 pufiki bor. Qana? Ha, 2 pufiki bor. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 odam sig'adi. Ne kerak ekan? Bo'ldi, uyga qolasan bir mo'shta turadi. Qarshina bunda yatacaqmizmi? Gelamiz choy ichib ketamiz-da. Hozir gelish bermaysanmi meni? Yana ozroq tushsak bo'ladi. Dastavkasi bor. Gelishib Keyingini berasan. ko'rsatamizmi? Qaysin? Keyingi. Yine Ya bor. buni Bo'ldimi? Zakon tushdimi? Bo'ldi. Ne kerak? kattarog'ini endi. Masalan, Bundan. bundan kattaroq endi nima deydi? Kattaroq kuxnili, kattaroq oilalar bo'ladi-ku. Kuxniyaga kattaroq. Masalan 7-8 odam, masalan 4 odam bu yoqda, 5 odam bu yoqda, 9 odam sig'adi ekan misol uchun. Buni 4 pufiki bor endi. Bu endi faqat kuxnilari, bu o'zi aslida kichkinaroq veranda, zallar, joylar ham qo'ysa bo'ladi. Sababi bunda 8-9 odam sig'adi. 4 odam bu yoqda, yana polni 4 odam bu yoqda. Ama bay, shu ham shuni Yana bir odam bu yoqdan o'tirsa bo'ladi, kichkinaroq. Bu ne? Bu ham shundan emasmi? Bu ham shundan 2 xil sveti bor. Chizim aytib beramiz. Razmeri 270 ga 190. Bu katta o'zi razmeri. 3 metr yaqinlab qoladi. Bu 4 milyon 200 ming so'm. 4 milyon. Bu ham O'tiradigan yerlar ham keng buni. keng ekan, gördüm. 4 milyon 200 dan bu aytilish narxi. Keyin bu yoqda uголоqlarimizni o'zi 3,5 milyon so'm bo'lgan uголоqlarimizni bularni endi bayramacha skidkatib bersak bo'ladi. 3 milyon so'mga qo'yib bersak bo'ladi. Bularmi? Bularning hammasini 3 milyon. Bu 3 milyondan. Bular ham katta.
Bular 2,5'a 1,60. Ha, bu İbam şunun renginden doğru mu? He bu Rengi- şundan başka ekenler. Yok Başka başka renk, eken. başka. Bakası bunu hiç mi? Ha, bu 3 bularni inek qarang, bu 3 ko'rsatamiz. Bu tahtalı. 1 2 Ha, bu tahta ki. 3 4 yana buni yana boshqacha svetlari bor-ku. Hava. Ha, bular hammasi 3 million so'mdan qo'yiladi. 3 milyon son bulan. 3 million so'm. Yana bu yerda 5-inchisi ham bor yana. 3 million so'mdan Üstleri bilen. ustari bilan. Ustalarni ham tenglarini ko'ring. Yok koyul. Yok zor. 3 million so'mdan bo'ladi. Koş yemeyecek ki. Keyin yana bir variantimiz bor yana. Qora yangilik uголовimiz. Bundan 4 pufigi bor. Bundan bemalol 8 odam sig'adi. Kette. Katta bor. Stol o'yinlar, stol Bundan katta başka stol. çene yaşayattı bu. Buni o'tiradigan yeri keng buni. Arqalar kichkina harakati-ku bular. Bulardan Oo. nisbatan bu o'tiradigan yeri buni o'tirib ko'rsangiz bu. Katta ekan bu. Katta yana tovar ham. 4 tane pufik Qora, oldu. bu Üstlerini kichik- katletip versem hiç Ha, salasa. ustali o'zini ustali bor, katta stol. Ha bu kichkina diyecek mi? Kağız prosta endi qo'yib ustalarimiz qo'yib beribdi, lekin katta stoli bor. Koya. Bunu çizim et beren bunu. Ha, bumuz 4,5 million so'm, kami bor. Yarışıp beren. Yarışıp beredi. Yarashib beramiz. Короче her türlü varyant bor ekan lan. Hiç size ne o gerek? Hemen Arzonundan, o'rtachadan, arzondan gerek qimmatindan. mi? Bunday variantlarimiz ham bor, qimmatroq variant desangiz. Buna şunu vereceksin sel kımmatı gerek ya şunu sel arzanı gerek dese o buna Hava. tapaz ekan sizde bir de. Короче. Hali penallarimiz banda ko'p. Final köp, veç köp. Orqa endi klientlarimiz bemalol olib kelsa ko'rsatamiz. Kechani ishlayveramiz biza. 10 deyin. Dur şuna qara. Ko'pchilik ishdan chiqib kelaman desa, xohlovchilar bo'lsa 10 deyin ishlaymiz. Kofeni içip ne deyip. Stoli bilan. Stol ham o'zini svetida. Storamızın sivetinde kofeni uruyup otursan. Ayak almaştırıp bir çarçakla çıkıp giderim hadi ha. Yek koyal. Zor ekan. Bu çözüm narsa. Buni 10 million so'mga stoli bilan beramiz. Bilmiyorum ya işte ki. Ajoyib narsa. Zor ekan ha. Koyal. Qani o ko'rsatamiz yana. Davom etamiz bu yana hali. Endi to'y baryotgan yurtdoshlarimiz uchun ham spalni komplektlarni bir ko'rsatib o'tamizmi? Yangiliklarimiz kelgan. Farqi yo'q. O'tgan safardan boshqachalari kelganda, o'tgan safar ko'rsatgan. Do'yza spalnilar görüp etken. Pastda birinchi etajdalar ekan ular. Ketdik. Tushirib aytib o'tdik. Qarang endi prixoshkalarimiz. Kattaroq joylar uchun. Yerlar joylar uchun kattaroq ekan. İçlarini ham shkaf sifatida foydalansa. Birdan boshlanadi bu, to'g'rimi? Ha, birdan boshlanadi. Bu yerda o'tirib patenka kiyib ketsangiz bo'ladi. Bir o'tirib patenga yeysan albatta. Aynen. O'ngi chapi bor. Ichlari Bu yan ham tarafa gene bo'lsa, o'ng tarafi chap kerak desa, yana bergisi, to'g'rimi? ne degan patenka sig'adi bu endi. 2 oylarni patenkalari sig'adi. Yuqori giyimildiradi, pastga qo'lni patenka sig'adi buni. Ha. Zakariy yopiqdan turaveradi giyim ildirgichlar, ochiqdan. Yuqoriga giyimildirasiz, pastga patenka. 2 metr razmeri. 2 metr. Balandligi Shkapini o'zi 2 metr. Balandligi 2 10. Ha, bu muzni narxini keladigan bo'lsak, 5 million so'm aytilish narxi. Bu endi zo'ri. Yaxshi. To'g'ri, eng qimmati. Bu boy yana 2 million so'm. O, Bu muzni razmeri 1,60. dahshat ekan. Bo'lmachilama. Ha, 1,60. O xarobe. Bundan ham unumli 2 million foydalanib qilayman. Ha, qara, bo'lmachadan aytibdilar. Zo'r bo'ptilar ekan, qara. Kedan istesang navla chiqmaydi. Keyin 3 million 200 lik variantimiz bor. Toza, Yangi yangi obunachilar. Endi mebellarning narsini qarama bu yerda. Edasi yo'q bu yerda mebelning. 3 million 200 yana chiroyli. Qaniydan boshlagan bilmay turibmiz neydan boshlaganini. Avvaliy tumalaq tarafini qarang. Qaranglar, ishidan boshlagan, qo'lim bilan ko'rsataman. Ishidan boshlagan o'zi tam bo'ladi yani. 2 metr razmeri buni. 2 metr. Bir de dar görüp bu dıktaşarla mebeller. Bir açıladı. Yine. Yine. Sveti, arxın sveti bor buni ham. Bu yerda yana bir sveti Buna bor. o'ng chap mi bu? O'ng chapi bor. Sveti, seri sveti ham bor. Shu boshqacharoq rang. Elbette. Yengroq ko'rinadi. O, bunga o'ng tersi bor, ikkisi bor ekan. Bor, yana qarang, neden chiroyli. Bu rengine qara. Operatorimiz. Yani toza chiqqan mashinalarning rengidan bu obunachilar. Ha, ine. Toza chiqqan mashinalar ha? Ya grima mashina chiqib yotdi hozir shu svetda yana. Musabek bilan o'tdi. Ezamatang bolasi. Ezamatang bolasi Musabek taniysanmi? Tanisam kerak. BYD bilan o'tdik axir. Chempion. Shu rangda shuni mashina. Musabek al uyingga birini. Chempion gechta minasan buni. Ha yo'q, gündüz chempioni minasan, gechta mana video patinga giyib ketasan buni. Zo'r ekan haqiqatdan. 2 metr, 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm aytilish bahasi. Aytilish bahasi. Kelishib beriladi, bundan gap yo'q. Bundan gap yo'q. Kelishingda olinglar buni. Ine. Buni u diyecekman, kalon ekan. Kalon ham shu daraja qo'shilyapti, zat qo'yibdi bulama qara.
Bu yerniki bu diyecek edim. Spaniler. Spaniyalarimizni Qaysidan başlayımız? Buna. bundan başlayalım. Bundan başlasak ham bo'ladi. Endi svetiliklarni bir yaqin. Svitler hem yanada ha? Yanadi. Nima qara? Mindirib surib berasiz uyda. Spaniyada. Undan mı aynan. Ha, boyatalar. Bilizmi? Trimosun svetiliklari yanadi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Keyin bu svetiliklar ham yanadi. Bu mexanizm zo'r ekanmi? Bularimiz ham yanadi. Polностью bulay. Показательный emas, Bir ko'rganingiz. açıladı, doğru mu? Ochiladi, yana oddenni qo'ysam bo'ladi. Ha, bu malına da dinleyen ha? Oddenni olinadi, qo'yiladi. Spani, обычный, bir xo'jalik uchun da modni emas. Bom shuniki, doğru mu? Mana shkaf ham shuningga. Shkaf ham boyna. Qaranglar, shkaf yudan boshida bir 3 metr bo'lmadi mana shkaf. 2,5 metr. Doğru mu? 2,5 metr shkafi, trimosi 1,5 metr, 4 metr joyi sig'adi. Desam boy, final ham bor. Busi 60 santim. Yo'q, bu ham bor, bunun içinde IBAN bor. Bu ham bor. Stoящий aynasi. Молодец, молодец. Komod chester. Chizib beramiz shunda o'sha o'sh komplekti. Bu komplekt hamma narsa 8 million so'm. 8 millionga kelishiladi bu. 8 million so'mga 9 narsasi bor. Kelishiladi. Kelishib beramiz. Kelishib beramiz, обязательно. Sizlarga kelishib bergandan keyin men parol aytinglar, men bargayda o'rgatibman bular ham. Shu men obunachilar men deb aytgana, iloji bo'lsa, ko'nglingizda bo'lsa qaytib bering deyman. Qaytib beradilar. Kelishib bo'lgandan aytinglar, xudo xolasa. Geyni alinglar 8 million so'm, to'g'rimi? 8 million so'm. 8 million so'mdan. Yana qanday variantlarimiz bor? Bomba yana? Bor, variantimiz ko'p. Buni aql sveti bor. Endi o'rtacha narx, qimmatroq narxlarni ko'rsatib o'taverik. Qimmatroq bolalar, ha? Ha, qimmatroq. Bir arzon, bir qimmati. Bir arzon, bir qimmat, ama ko'rsataverik. Endi zavodskoy bor, o'zlarimiz ishlab turgan ish bor, har xil variantda bor-da. Endi bu spalning garantiyamiz bu 100% fabrika. Keyin yana shu yerdan aytib o'tayin, bular upakovkada boradi. Bu net para uyda taqlanadi bu. Uyda taqlanadi upakovkada, обязательно upakovkalarni. Men aka olgandam shuni bo'lib bordi. Upakovkada boradi. Uyda taqlanadi bular. Uyda taqlanadi. Ha. Korobkada boradi bular. Korobkada boradi. Addin bo'lak bo'lib shun kichkina bo'lib boradi. Svetiniklarni hozir yoqib ko'rsataman. Mana ham svetiniklarni. Bular ham svetiniklar yanadi qana. Endi yanadi bu. Svetinikni endi bo'lmani. Ha, qo'yib tursang. Siflari bor ekan. Obunachilar. Pulti bormi? Mini versiyada siflar. Asosan shuni yana aytib bering. Turing olsin ekan. Qoyil. Siflar. Shunda udiniydi. Bunda ochiladi ekan. Harakati bor. Ha, bir udiniydi ekan. Shuniki asosan bo'ladi. Ha, shuni birsini ol. Bular bundan ochiladi ekan. Qoyil. Buni teyam ko'tariladi. Bu sandiq ham bor deyling, ha? Ha, teyam sandiq. Spaniya bu vaje niye işte kichkinagina bir chiroyli deb ish yaptilar bunamlar. Haqiqatda bir yumshoq nada ishlangan ekan obunachilar. Yumshoq. Kallangizda esa tik ketmaydi. Qana, yana anavsi. Voh, xolodinikmi bu? Xolodinik. Xorobatda, xolodinik qo'ygan qo'yibdilar buni. Chiroyli atib. Va meni yoqib bersa o'zi yoqib ketadi. Tortib oladi o'zi. o'zi Sen svetini yoqacaqsanmi sen buni? Svetini yoqib ko'rsatajakman endi. Ha, bu yanadi bu, to'g'rimi? Bu da böyle chiroyli yanadi-da, u просто shuning uchun ko'rsatib tutuqlana o'tayim. Yonishi bir dini ko'rib. Mana bir chiroyli beradi, vid beradi. Bu bersa ham tutib qoladi ekan. Qo'y, voy. Mana yonishini qarang. Beldur shishadek chiroyli ko'rinadi. O'zingdan ko'rsatadi ekanda. Qoyil. Zo'r. Buni chizim aytib beraman, finali bor. Ha, bumuzni misol uchun bemalol kelib so'rayversinlar, upakovkada fabrika bo'lgan, fabrikasini o'zini nalari, belgilari bilan yozilib keladi. To'g'ri. Bumuzni narxi 13,5 million so'm, yana kelishiladi. Spalni hamma bajari shu. Yana matraslarimiz ham yaxshi matras. Ha. Prostoy matras qo'yib bering, arzonli desa, unday variantlarimiz ham bor. Arzonlattirib ber desa. Arzonlattirib beraveramiz, ha. Vaqtincha endi bu ko'p odam matrasi vaqtincha yashab turaman, keyin almashtiraman matrasini deydiganlar bo'lsa, bunday variantimiz ham bor. Sandiq qishki baja tashlaysiz yozganda. Qishda chiqarasiz, yozgi baja tenatasiz. Bo'ldi, kerakmaydi ko'p narsa, shkaf, kap doldurib tashlash. Shu yerda yana bir shuningdek ko'rinishda, shuningdek chiroyda, shuningdek nada o'zlarimiz ishlab qo'yganimiz bor. O'zlarimizda qo'l mehnati. Qo'l mehnati bor. Endi bu fabrika-ku. Bundan arzonroq, lekin vida taraflama bundan qolishmaydi, chiroy taraflama. Narsasi bundan ko'proq ham. Razmeri ham bir xil. Pulni chek. Puli bundan ancha arzon. Arzon, ha? Arzon, shuni ham ko'rsatib o'taman. Qani?
Lekin ular upakovkada bormaydi. Tayyor boradi, zaten Tayyor qo'yishadi. zatilib o'ra o'shini. Ne farkı var? Biz alıp oturağımız zaman hemen köpüs tayyor barıp durma yok. Endi bir ikkisi boradi, zarar yok. Endi ko'pchilik- Tanlaganingizga bog'liq. Ko'pchilik sal e'tibor nima bo'ladi-da? Ha, aytish E'tibor kerak deysan. talab bo'ladi. Manaki bu upakovkada chiroyli borsin deydi. Ha, Akkuratni Qirchilmaydi, qirchilmaydi, yo'nilmaydi, yo'lda va yo'lda shunday. Babi obunachilar uni qirchilib yo'nilmaydi u. Nechun desangiz, o'zi kartoni va jar bilan olib borib o'zlari specialist bo'lgan bilan. Ha, upakovkada ko'proq yaxshiroq boradi. Lekin to'g'ri, bir yandan upakovka o'zingiz ham upakovkadan olgansiz-ku. Конечно. Doğru. Adashmadık, nereye geldik? Gene adashmadik. Yine meyvelerin arasında yürüvereceğiz adashıp bir de hakikaten. Inang. Ne şu mu? Bu narsamiz inang qarang. Aha. Bunda Final bu ham narsa. qo'shilgan. Finali var. Bu vaji bor. Bu tremos ham katta. Ya tamam, bam shuni ishlab turibdik. Sviteniklar bor. Bam tartib oladik o'zingni. O'zi ham tortib oladi bu ama. Buni o'zi Bu desem başqacha emasmi? Bu başqacha ekan lekin. Şu buniki emasmi? bumuz o'zi 10,5 million so'm edi. Aha. Buni narxini tushiramiz. 9,5 million so'm. Atib qo'yamiz buni. Arzonlashtiramiz. 9,5 million so'm. so'm ha? 9,5 million so'm. Bu qo'lda zatilgan. Bu o'zi qo'lda Ruchnoy. zatilgan. Ruchnoy. Puli o'ziga loyiq. Bu upakovkada bormaydi. Buni dik shunday yuklab, Şu duruşunu alıp shuni getir. olib borib ko'p o'rnatib Eğer beramiz. firma, zavod kerak desa, yani olib borib Upakovkada uyda zavod qurasizlar. kerak desa, zavodskoy narsalarimiz bor. Ularni upakovkada olib boramiz. Trimasi, bu shkafi, bu 2,5 metr. Spalnisi qolishmaydi deding. Bir dana sandiq qo'shilgan. Chesteri bor. Chizib beramiz buni. 9,5 million so'm beramiz. Org'incha deya. Arg'i 13,5 million so'm edi. Ha, 13,5 edi org'a. 13,5. Endi zavod Jonli bilan farq buni etadi. nima farqi bor desa, buni zavodskoyda ko'proq qimmatroq laminatlar ishlatiladi-da. Ha. Laminat displeylar qimmatroq ishlatiladi. Yana uni upakovkasida vaqt ketadi upakovkalash uchun. Mehnati bor, odi bor, zavod degan. Yana korobkalari uchun yana oddiy rasxod, yana keyin qurilish jarayoni bor unda. Masalan, bularni Mehnati to'g'ri bor. olib borib qo'yib ketamiz-ku. Oson. Bular yarim soatda Mehnati. bitadi. Ular 200 soat ustalar yuriydi, zborka etib. Lekin yaxshi boradi baribir ular. Nisbatan bularga nisbatan yaxshi boradi. Endi Sababi buni bomzaklarni hozir paraslar. yo'lda boraman deyicha shuruplari o'ynab ketadi, qullablari sal sifati qochadi deb o'ylash mumkin-ku. O'zi shunday bo'lishi ham aniq o'zi asli. Yo'llarimizda baribir dim tekis deysan-ku. Ayol shu yo'llarimizda. Yana necha million beramiz shundan? Ular ham yaxshi bo'lib borayotir. 9. Asta-asta. Bumuz 9,5. 9,5 million so'm ekan. Kelishlarda aytiladigan boqas ekan, xudo qalasa. Spalni to'y qilaman deganlar, marhamat. Kerak emas, eng zo'ri, eng nasiman degan ham babi Spalni. Keyingimiz, ha? Keyingilarimiz zavodskoy, bular ham upakovkada boradi. Bellar ham keng ishlangan. Chiroyli haqiqatan. Fabrika bo'ladi bu. Вообще zo'r narsa. Bular ham upakovkada boradi. Chiroyli ekan lekin. 19,5 million so'm. Ishlarini ham ochib ko'ring. Bu achadan vajin topmanlama yaxshisini yani. Nechun bunday vaj qo'ygan bular? Fabrичный. Oo, sefa qarab. Ya bu boshqa narsa baribir chizim bo'lsam arziydi. Buni o'tgan videolarimizdan ko'rsatdik bularni. To'g'ri, bu arziydi. Xohlasangiz o'tgan videoda ko'rsatmaganlarni ko'rsatik. Toza yangiliklarni. Farqi yo'q. Bularni shunday ko'rsatib o'tdik. Endi ko'rmagan obunachilarimiz bo'lishi mumkin, yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Avvalgi videomizni. Belkim, xudo xolasa. Bumuz yana yangilik yana. Yangilik. Bu ne? Bulayna shkaturkasi. Ey Allah uchun. Ha, bendek shisha ne o? Gözet tuttuk bendek shisha. Shuni mu qilaman? Endi shunday bir moda. Moda etib berganlar. Moda etib bergan. Hikoya. İçlaridan ham ko'ringlar. Bu kraskasini ko'ring, diniqligini. Bu maqtansa bo'ladi buni. Buni maqtansa bo'ladi ekan. Maqtansa bo'ladi. Ye, qoyil. Fabrika. Yo, zo'r ekan, qara yuzini. Beklab bersan, çok kubaj ekan bari. Yaldirab diniq ko'rinadi. Ya bir şey topmasam. Svitiniklari yana spalnida. Uçlarını zo'r şey bitti. Hikoya qara. Bu fabrikniy narsa ishlanish jihatdan, ko'rinish jihatdan bilinadi. Zo'r bajaribdi. Villarni qara. Çok ishlayapti. Narxi 15 million so'm. 15 milyon doğru. Tegi ko'tariladi, yana ko'tarib ko'rsataman. Tam bir tane de. Bu ham ochiladi. Bam shu qishki bajaringizni taxlab chiroylatib Ha. qo'yasizlar tagini, akkuratni etib. Yozganda qishganda tashlaysizlar. Temniy raksvetlarimiz bor yana. Ajoyib narsa. Bam komplekt ekan, obunachilar. Qani yana neda bosib bor? Yana ajoyib bor yana. Inang spalnimiz yana. Ho, buni ishlatganmi? Inang narsa.
O'tgan safar ko'rsatdik-ku. Buni ko'rsatmadik chiqarib ketsa bor. Yo'q, shu firmanikini ko'rsatdik, shu fabrikaniki. Buni ham endi qishib yapti. O'shalar dizaynlar, bu duxiy nalarni qo'yadi-ku. Ha. Inay. Taxtik kapmanı şəttə ona. İşte dizayn shuningdek. Ey xarab etdi o. Dizayn Shuni basing shuningdek. endi basing qarang. Dizayn shuningdek. Yanib turishini ko'ring bu chiroyli. Dizayn shuningdek havida dizayni bor ekan obunachilar. Yana qolgan qutgan vajalar. Keyin teyni ko'rsating, operator. Teyni tumbularini bu. Qana? Aylanib ketgan yerlarni Oo, qarang. bu nima? Ha, Ha, güldübek qo'yib berganlarmi shu yerga? Güldübek deya. Ya zakoni vejasi chiqarib o'ylab topdilar, ne? Nima asing endi, oching qani. Bravo. Ho. Voy yaxshi, Açdınız yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bir de xaladırniklarında faydalanılan bir yere. Sveta Burada qarasa. vishilkalarni ham bir germanskiy vishilkalar qo'yilgan. Hoppa, qo'y. Ya vishilkalar qo'yibdilar-gina. Молодец. Bekleysen svet o'chadi. O'chadi. Do'konlardan elinde suv ichasizlar Toshkentga ketib patronadi, shunday xaladırnikda turadi-ku, achasizlar. Lip etib yanadi. Kola fantalar taxlab qo'yasizlar. Qo'yib. Kraskasini tiniqligini ko'ring mana. Zo'r. Qo'l bilan ushag'andam odam bir nima deydi? Zakonnik. Bu narsani sotib olasi keladi xullas. Olasi keladi. Yapishadi-da. Yapishadi va spaniyalarni tovarlarini ko'ring. Ular maqtaladi o narsa, bu yaxshi va sifatidan Svetlar ham bor ekan. Sveteniklari bor. He, navogan ham bilinmaydi. Dunyo muqqiyasini deymay bil desek ham bo'laveradi, inang. Ishlar ham inang. Karkazlar damirdan. Yuqorisi damirmi? Bu damirdan inang. O, yuqorisi damir ekan buni. Damir endi bular og'ochdan. Qo'y, zo'r ekan-da. Ana. Chizomat beramiz buni. Ha, bu muzun Boyakalari. 18,5 million so'm. Yana tushib beramiz qaytib. Keyin shunday shikarniy 2 odamlik spalnimiz bor. Baland. O'zimi oddinimi? Oddiyni o'zi. Endi oddiyni o'zlaridan ko'p odam so'rab keladi. Zavodskoy, shuningdek diniki, Orex svet. Kimlardir ota-onasini podarka etishi mumkin spalniylari shunday yoqadi bu svet. Bilasiz. Bu qani o'zi oddiyni. Oddiyni o'zi. Ve 2 dana tumbusdan ham qo'shib beraveramiz. Kattalar tortadi o'zi kakras Ha, aytgan. yaxshi kattalar shunday svetdan yaxshi ko'radi, ya'ni Orexiy svet. Bu svet o'lmaydi. Bilmaydi, o. Shuning ajoyib spalnimiz bor. 2 odamlik. Sovg'ataman desa ota-onalarga sovg'atish mumkin. O'zlari beramiz olishi mumkin. Bu 2 tumbuchkisi bilan 6 million so'm. Yaxshi matrasi bilan. 6 million. Yaxshi pul ekan. Bu lekin yaxshi narsa. Shuni aytaman, Haqiqatdan pul aytib turibdi o'zi. Pulni aytganman bildim, bu yoqlarga qara. Chukki vajagan. Qoyil. Oddiyni bir o'zi sotiladi uni. Bir o'zi sotiladi spalnilarimizda. Keling. Belanchak, boshqa. Buni o'tgan safargi videoda ko'rsatganmiz, yana bir ko'rsatib o'tamiz. Bu duvaklida yana bu hali bu modadan qolmadi, hali 2-3 oyning ichida modadan qoladigan narsa emas. Bular Ina. inang. Oho, qarang bir ko'rsating buni. Chiroyligini qarang. Ishlari yanib turibdi, aytsa. Svetlar yanadi, ha? Ishlari yanadi. Bunda endi yanishi buniki ochsa emas, bunda sal nima deydi? Qo'l bilan deyib yaxshi bo'ladi, ko'rsataman. O'tgandan keyin. Ishlari Qaraba, yomon sattilar shularni. Bergining ochilib ketaveradi. ha, bu emas. Svetenniki. Zo'r ekan, yaxshi. Inang, shkafni. Bu menda yanadi, qarang. Ha. Qo'l deymi? Qo'lni anosunda Harakatini yanadi. harakatida yanadi. Kraskalar ham yaxshi ishlangan. Bu trimosi. O'zini fabrikasini brendi qo'yilgan. Bular avvallatib ishlangan. Qoyil. Teylari inang. Duvak Ko'zi. Hozir shu moda, duvak fason ozgina bo'layotir-ku. Moda deymizmi? Shunday. Necha tanga aytib beramiz buni endi? Buni 22 million so'm narxi. Qimmat ekan. Qimmat. Zo'r bu lekin haqiqatan pulini loyiq narsa. Bilmaydi, haqiqatdan modasi ham narsam bor narsada qara. Ibir oddiyni ochiladi, seyf bor ekan teyinda. Buni ochadan yeri ko'p ekanda, ibir oddiyni ochiladi. Nima qara, ibir общий ochiladi. Yo'q tashab turadi, ammo qara, необычно. Pes oddiyni ochiladi, bir oddiyni bir yoqqa tortadi. Yani narsa bir narsaga o'xshab tashab turadi. Ibir qara, bu yoq oddiyni, bu yoq oddiyni.
Keyingi Zo'r baja ekan. yana bir spalnimizda yangilik bor bunda. Yo'q, baja qara, xolodilnikmi bu? Отдельный шкаф. Xolodilnikka o'xshaydi ekan. Xolodilnikka o'xshaydi. Ha? Haqiqatdan xolodilnikka o'xshamay, o'xshaymi? Ha, keyin отдельный шкаф olaman deb yurgan shkaflarimizni. Ha, bir 15 turi bor. Bu отдельный sotiladigan shkafmi? Отдельный shkafimiz. Ha, отдельный bir 2,5 metr. Chizomat. U xaroba. Bu yo'nish. Ichlari ham yonadi buni. Bu ham ne aynaga maqar. Ha, buni ulab qo'ysanglar, ko'chatirlar bor, ichlari yonib qo'ysam bo'ladi. Yo'q, Chiroyli uchun. Svetilnik hisobida foydalansa bo'ladi. Buni chizommi? Ha, bunimiz 6,5 million so'm. Kelishiladi uni narxda. Yo'q, qoyil, durishim. Men xolodilnik degan debman, to'g'ri kelib tur. Ko'kni bilanda qo'ysang, odamlar xolodilnikda bo'ladi. Elimizda yangilik bo'ldi. Qani? Qarang, bu o'zi spalniy komplekt. Bunga qo'shimcha navsi bor. Podstavkasi bor. Televizor podstavkasi bor. Qo'shimcha, ha? Endi ko'pchilik endi o'zining xonasida televizor qo'yib qo'yaman desa, bemalol qo'yishi mumkin. Bo'lmasa, boshqa zollari qo'ysa bo'ladi. Qo'shimcha. Televizor podstavkasi bilan bumuz 14,5 million so'm. Televizor podstavkasi, komodi, Chesterman audiolarmi? Chester ha. Ho. Ya bu yana Sofalar açılamı bular. Sofalar. Bular din açılamı. Отдельно açıladi. Tremos ham katta keng ishlangan. Tremosning o'zining kursisi bor. Bu yerda yana stoящий aynasi bor. Boshdan oyoq qarab giyinib ishga ketaman desalar, xullas. Shkaflar ham yana 2 xil narsa ishlangan svetda. Korishni yurar. Toza keldimi? Yo'qadi-ku bu. Bu yangilik ha. Yangilik ekan bu. Yo'qadi bunlar. Yangilik. Men ko'rmagan ekanman buni. 14,5 million so'm. Yaxshi ekan narxi. Narxam yaxshi. Yana kelishiladi. Yo'q, qoyil. Zo'r. Oyna kerak bo'lsa, uydanmayan sassakkallar esa. Keyingi variantimiz edi. Yana bumizga qarang endi. Bumuz dum katta ishlangan spalniyalar. Buni o'zini ko'rish kerak. Xuddi shunga o'xshaydig'ini biza arzon variantini izlatdik o'zlarimiz. Buni. Bu endi zavodskoy, hozir aytdim, fabrika ene. O'zining kataloglari bor ene. Bu ham svetlar yonadi ekan, ishlarning ham endi. Svetlar yonadi. Svetlari bor ekanmi? Nima qarasam. Tutqalarni yopishning o'qib ketdi, jo'ralar. Qanaqa? Cho'tib ketdi. Kataloglari bor. Buning o'zining nelardan? Chiqtirish, nechkinalari qo'yishing. Bu yana o'zining Vodex fabrikasining narsa. Bilgan ekan. Ishlari. Qoyil. Lekin sifat bunda qarang, bir yerda tiqqatgan yo uchgan. Buni garib ko'rsalar, вообще buni neden yaxshi bir mehr bilan, qunt bilan ishlangani bilinadi. Bularning hattoki avvaliyat ishlarning akkuratligini qarang. Bir yerda tiqqatgan yo bunda ne iz bo'lmaydi. Ya'ni mix atib masalan, yani steplerda atiladi-ku. Yo'q, ham yeri yana cho'tki ishlangan. Akkuratni ishlangan. Temom ham ochiladi. Spalin endi kengligini qarang. Shuni aytaman, bu yo'l bu yoqda konsert chiqibdi. Отдельный bular uchun bir chevarlar ishlagan. Tikuvchilar deymizmi shu? Haqiqiy ustalar ishlagan narsa, bu o'zini kasbini ustalari ishlagan. Chizmat beramiz bu baji. Bumuz 20 million so'm. Hamma narsasi qarang, bu shkaf, spalni, keyin bu narsalar spalni yana kuchlar. Ana buni aynani qapti. Stash, vam shuniki. Stash aynasi bor. Stash aynasi bor. Tik turib nalangizni ko'rish uchun. Bom tey demir ekan abone. Tey demirlar. Firma bo'ndagi demirdan sotadi ekanda bular. Bular upakovkada boradi. Bularni dedik, yani deb yuklab olib bora vermaymiz. Upakovkada. Yana bular terilishlar ham bir ajoyib boltkaylarda teriladi. Zo'r baja ekan. Zo'r narsa. Buni avval ham ko'rsatdik. Bu endi yangilikimiz. Bu avvalgi videolarimizda bularni ko'rsatganmiz. Bular ham yaxshi narsa. Bularni ham bir ko'rsatdik. Arzon variantini qani neydi? Buni arzon variantini ko'rsatamiz. Yanqi 20 millionlikning nesi bu, to'g'rimi? Qo'lda uzatilgan varianti. Uzatilgan o'zimiz. Shu o'zimizning ustalar qo'l yaxshi bu ham. Lekin upakovkada bormaydi. Qo'l mehnati bu. Qo'l mehnati, endi qo'ldan kelgan. Tamam, hech bir kamisi yo'q. No'si bo'libdi shunda shuni. Bu ana bunda endi qo'lda uzatildi, o'zimizda sotdik, mahalliyashtirdik. Arzon variant qildik deb sotayotir ekan buni, to'g'rimi? Boshqa nonasi bor. Ko'rding, u ham yeri shu. No farqi o'yna qara. Mana. Qaranglar, no zavod bilan no farqi bor. Bizning bolalarimiz ham qo'li gul. Uni zavodda ham bilan ham boshqani aytmaydi. Hamma bir xil. Endi upakovkada oddiy yo'li bilan o'qib, sen ham shuni upakovka urasan, zavod bo'ladi hozir. Ustalar cho'tkapda qayta zavoddan kelmaydi. Spalniz ham shuning, qo'ldagi ham shuning, hech bir ayirmasi yo'q. Bu ana oddiy zavod. Oddiy zavod ekan ya.
Rossiyanın şokoladi mazal ekan desa, yana yotib yalaydi deydi-ku. Uning emas, o'zimizda ham yetadi. Ustalarimiz yetgan hech bir kamizcha yo'q qo'lda, qo'l mehnatini. Qara, ayting qaysi kamiz? Hech bir yeri kamiz emas zavodda ina. Qo'l mehnati. Svetlar yanadi. Ina, qaranglar, ko'ringlar. Ina chesterlari, no, chesterman no deydilar uni. Hech bir kamera yo'q. To'sh shu. Ina, avtomat tartib oladi ina, narsa ursang ina. Ina. Qana, spalnisi bor, trimasi neydi bunun? Trimasi bir de arkamda qolibdi. Trimasi bor, chesteri bor, shkafi bor. O'zingiz kelsangizlar dim ma'qul ko'rasizlar buni. Yana bir narsa bor, to'mishkalar ikki yonda. Bonusa qo'shib beraman deding, boshqa deding. Ana shuni vaj qo'shib bersang, ana shuni vaj qo'shib ber, rahmat aytsana, hazrat sana. Buni qo'shamiz shuni. Shuni. Ha, shuni hamma narsasi, ina chesteri va bu ham bonusa qo'shiladi. He, tutmak şu spalini asalayın, şu vecih koşup da diyecekmen de sen. Başka nerse pifal etmeden, şunu çırayla meyvel kette, yaş ketteler koşup da Hazreti Rahmat ayetsınlar sana. Bu şu kompleksimizde şu kaç ilyanı koşamız. Şuna adama şu patar ki bonus. Şu padar ki. Cüzon verirsin şundan bunu. Bu aytilish narxi 14 milyon so'm. Bu bilan qo'shilgan narsasi bilan 14 milyon şunu asala koşup veresen şunu. 14 milyon shuni olsa qo'shib beraman. Ha buldu. Düşündüm. Karanglar. Oranda 20 milyonluğunu gösterdik yazı. Zavod başka deb tuttu. Bunu zavoddan kam yeri bo'lsa o'zingiz baho berasizlar. Klientlarimiz o'zlari kelib ko'rib, yaqini atlichatib olaveradi. Yine qaranglar. Farqlab olaveradi o'zlari. Zakon albatta. Biz tushuntirib beramiz. Yine sizlere bonusuna shu narsani qancha ekanini, chishtik g'o'zmi nima ishlanadi o'zi shu. Bu MDF'da ishlangan o'zi hozir. O'zi g'o'zdan ham ishlangan bu. Bu MDF'dan ishlangan. Kolonnadan ishlangan. Lekin mustahkam sifatini gap yo'q. Baba ko'tar demirdan mustahkam-ku, bir odam o'p nishat ikki odam bo'lsam ko'taradi, bu qalonlikdagi vej bo'lsa ko'taradi. Eng muhimi o'zlarimizda chiqqan narsani o'zlarimizda deymiz, fabrikada chiqqan narsani fabrikada to'g'risini yashirimiz deysan. Yashirimiz sof bo'ladi. Podarki qo'shamiz desak, podarki qo'shamiz. Yo'q, podarki qo'shmay pulini arzonroq atamiz desak, pulini arzonroq atamiz. Sof savdo. Doğru shu. Qara, men ham hozir sana shu barakatliroq, yaxshiroq. Men fabrika bilan hech bir narsa aytmadim, to'g'risi. Suhra bilmayman. Mebel men uchun. Uning ham shu hozir ko'rib havas etdim, to'g'ri. Men baribir shu ishlangan, nov ishlangan bunda bir bo'g'ani qo'lda etilib, mehnat etilgan, ozg'iroq bo'lsa. Uni endi bu klientlarimiz yurtdoshlarimizga kelsa, biz batafsil tushuntirib beramiz ularni. Nima uchun? Arg'inning kerakmi sana? Mening kerak. Ha, bu farqlarini bir qator. Uncha vaqt kerak, ozroq bizga tushuntirib beramiz uni. Qoyil, zo'r gap bu shunday. Keyingimiz yana shuningdek. Misol uchun churuplarida masalan bu farqlarni keyin asta tushuntiramiz uni. Buni boshqa bomno. Yana birisimiz, bu ham shuningdek fabrikaga o'xshatib ishlangan narsamiz. Qo'lda o'zimizni ustalarimiz aytgan buni, to'g'rimi shu? Qo'lda o'zimiz ustalarimiz ishlangan inak. Komoti, chesteri, hamma narsasi bor. 5 danadan qo'yib olam. Bir dana yeyishga? Voy, buni ko'pmayasiz deb. Eshiklari og'irroq MDF bo'lgan hisoblanadi. Yo'q, aynan og'ir. Menni bir qullog'ining birisi ko'taradi, ikkisi ko'taradi. Ko'p bo'ldi buni. 5 tani qo'yib beribsizlar. Yo'q. Xullas bu sizga chiroy taraflama ma'qulmi bu shu masalan? Yo'q, zakonni. Neobishni haqiqatan. Svetam bir yaxshi. Ene bellarni qara. Cho't ketib, bel bog'diyatib, o'ymana qilib. Xullas buni sifat taraflamasiz qabul etasiz buni, to'g'rimi? O'zingiz. Buni nishat qo'lda zatilgan deyeceksan buni? Bu o'zlarimiz qo'lda zatilgan. Buni tamom qo'lda zatilgan, zavod chiqqan buni. Hech narsa yo'q buni. Agar shunga bir gap topadigan bo'lsa, men yana qalaversin. Buni zati bilajak odam bo'lsa, yana yaqinroqdan ko'rsatdi kamera. Buni betabina. Qarang. Zavod ham baribir shu sayni shu uzatgan ustalarning odam ishlaydi u. O da yo'li zavod, firma. Bu men o'zimiz ustalarimizga qo'l mehnatidan qadrini yetaman deydiganlar, yana qadrlab hazatib olib ishlatadi buni. Nishatadi, o'yilib ketami ya buni tenda boshqa narsa bormi? Qayta mustahkam panellar bilan chiroylab zetadi bizga qo'lda zasi ustalar. So'kuni. Buni chizim aytib beramiz. 11,5 million so'm. Ana. 11,5 million. Qo'lda zetadi, boshqa bo'ladi, material keladi, arzongina bo'ladi, sifatli vej bo'ladi. Buni hech bir kamisi yo'q, aytib turibman-ku. Zakonni shuni ketib ishlab turibman asas mexanizmlar. Bizda eng arzon boshlang'ich narxi 6 milliondan boshlanadi Ispaniyalarımızda. İspaniyalar 6 milliondan boshlanadi, turi bor topiladi hamma. Bor, turi bor. Kelaversinlar. Bir odamlik Ispaniyalarimiz boydan, turi boydan ko'rsating. Zavodskoyi o'zimiz ishlagan hamma turdan mashina, bolla uchun kattalar uchun. Men bular bor ekan. Ispaniyalarimizni bu yerda 20-30 xil turi bor. Bir odamliklarni. Bulardan har xil narxlari masalan 1 milliondan boshlab to 4,5 million so'madin bor. Молодец, gap yo'q. Ispaniyalarimiz bir odamlik. Oddeniy bir yakka shkaflarimiz ham o'zimiz ishlab turgan zavodskoy ulardan ham hammasidan topiladi. Молодец. Kelaverasizlar. Lekin ko'chada Saray Mebel, xudo xolasa ekranda nomerlar bor, batafsil bizdan qaytib ketgan ma'lumotlar bo'lsa,
Suhrapa telefon qilib so'raysizlar. Ha, pastavki so'rab yoddan chiqdi. Pastavki televizor qo'yish uchun pastavki qidirib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bu yerda topiladi. Uzoqlarga bor. Ne to'g'ri pastavki. Aynen. Neda u? Ibidan bor ekan. Aynen, pastavkilarimiz yine. Televizor pastavkilarimiz. Uni variantdan ko'p ekan, balki safaram yurmadim. Bundan ko'p lekin sizlarda to'g'risi. Bunday variantlar har xili bor. Buni kamenniy xilisi, bizda Yarab turadi. har xildan topiladi. Pastavkilarimiz, spaylilarimizning turlari ko'p. Bir de masalan ko'rsatdik, hozir bizda 30-40 xil variantda bor spaylilarimiz. Videomiz ko'payib ketdi-ku. Hammasini bir vaqtda ko'rsata olmaymiz, vaqt ko'payib ketadi. Ko'pchilik hammasini ko'risha vaqti bo'lmaydi. Keyin Chorniy Pantera deb bir ad qo'ydik. Agar siz bunga sizga shu adini qo'shilsangiz, yana qarab qani. Yomonimizga qarang. Bu neydan chiqdi bu? Yana gap ketmadikmi? Beryapti. Darrov o'zgartirib qo'ydilarmi 10 ni nima? Kelmadikmi bu yerga? Yo'q, bu yerda buni ham bir ko'rsatib o'ting. Va. Buni yaldirab turishini ko'ring. Akrilik. Sifat вообще zo'r narsa. Shuni aytaman, yomon yazibsizlar ham mana qoyilay. Voy, Bular ham- icham qaray. Icham qaray, icham qaray sizlar ham. Ine. Oppa, bular ham yanamay. Bular ham yanadi, ine. Yo'q, qo'l menga mayna qo'yibdilar. Qoya, nima qara. Ye, azam bilan turasan deb eda qoptalda qarab o'tirasan ekan saqqal o'sib. Spalintelar ham yumshoq. Yo'qmi-da? Va, bishlarni ham qizilda tavalla qo'yib zatdilar. Bu nima? Buni bedajatdingiz ham nega chiqdi bu? Nening narsa bu? Filtr bu. Vodiniki. Yo'q, Vodiyda qoya. ishlab chiqarganning eng yaxshilaridan birisi. Bu filtrlarni qara, unga qara. Ha, zo'r chiqibdi. Haqiqatdan mebellar ichida eng yaqqani shu bo'ldi desam men bo'ladi, rostdan ham. Yardi bu. Te ham ko'tariladi. Qaptonlar ham bu qora tovar tortilib yumshoq ishlangan. Katta sponligining. Yo'q, qoya. Zo'r zasibsizlar lekin buni. Rahmat. Yevina qara. Yo'nama qilganida? Ha? Ochiq o'zi qabr qatibdi. Kelenkida yönümü durgan bo'lsa aka sizlara. Chizim beramiz buni. Buni aytilish narxi 16 million so'm qaytiladi. Bellari damir. Normalni dedim. Endi dim orqalari o'xshaganda dim emas ekan. Orqalar 20. Bu yanda yaxshiroq bu narxi. Qoyil, mokri asfalt ekan bu yer. Uyda zo'r ko'rinadi bu svet. 16 million. Qachelkalar bor. Olinglar, ganglar, iminli xillari bor. Xohlagan. Bu Shkaflar bor, dunyoviy har ishning, xil. mana qaranglar, sport mashinasining sidinasi qo'yilgan. BMW Sportivniy. M5'lik qo'yilgan mana. O'taverasizlar. Shkaflarimiz bor 8 eshikli, Oddeniy, ha? kupeni variantlar, har xil. Oddeniy sotiladi bular, to'g'rimi? Oddeniy, bular yana alyuminiy eshiklar, qarang. Qo'yil. Zavod, fabrika ine. Baland. Balandliklari. Balandliklar ham baland ekan. Xullas, kelaversinlar saroy mebeli. Uzoqqa yetib yurish shart emas. Shu yerda hamma mebellar bor. O'zimizda hammasidan bor. O'zimizdan bor. Va shu 4 kil adresni tushuntirdingiz-ku? Adres tushuntirdim. Lenin ko'chada telefonda bo'ladi eng zo'r adres shu. Telefon qilasiz, alo deysiz bo'ldi. Neda adres? Lokatsiya tashlab bo'ldi. Boshqa narsa. Lekin boshida bir tushuntirib o'tdingiz. Ha, Lenin ko'cha yana oldimizda. Lenin ko'chada o'zimiz. O'zi Lenin ko'cha eski odi shu. Buni bilmaydigan odam yo'q. 4 yilda bilmaydi odam bilmaydi aytganim. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizga salom yo'llab qolamiz. Sog' salomat uylarini, oilalarini bag'rina o'ylagan niyatlarga erishib, ziyodasi bilan erishib qaytsinlar. Ilohim. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Dunyo, yurtimiz tinch bo'lsin. Uzoqqa ketish shart emas, aytganimizdek. Kelaverasizlar saroy 4 yilda yana shunday saroy mebellar kelaversinlar. Pullari arzoni, qimmati, o'rtachasi, hammasi bularni aytdik. Lekin kelishib beramiz hammasini arzonlatib, o'zimizda bor hamma narsa, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha chiroyli aytib, tushuntirib beramiz, arinmasdan. Kechki 10 dan ham ishlayib beramiz klientlarimiz uchun. Olib borib dastavkidan muammo bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha tezroq olib borib yetirib, tajribali ustalarni yuboramiz, xudo xolasa. Maqtanish emas. Eng yaxshi ustalarimizni yuborib, qurdirib, egasini rozi etamiz. Va pullaridan ham muammo bo'lmaydi, arzonlatib beramiz. Ekranda nomer qoldirdim. Bizdan yana aytgan kamiz, kudik, tushunmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, telefon qilib so'rayverasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Saroy mebelda kutamiz. Kelinglar.